Bugungi bizani podkastimizga juda ham zo'r mehmonimizni chaqirganmiz. Xavfliroq sifri 10 milliondan ortiq nobud bo'lgan. 4-inchisi bu yaqinda tasdiqlandi, lekin eng asosiysi axlatda qonni paydo bo'lishi. Bu o'limga olib keladigan oxirgi qarorli kunlarmi? Keldi, gaplashdik, bemor 7 yil yashadi. Onkologiya qachondir yutqazadi bizga. Tabiblar haqida gaplashamiz. Umid aka, iltimos, nimadir qiling, men tualetga chiqay, axlat qilay, kottasiga deydi. Yo'q, bu aptekada u hayvonlarni dorisi aslida. Siz nima deya olasiz? Aynan mana shu hozirgi kundagi xalqimizni chet elga chiqib davolanishiga. Ahvol og'irlashgandan keyin bizga keldi. Kelib qarasaki, bu dorilar hammasi Hozir mana onkologik kasallikka uchragan odam sirazi bo'lma o'lamadi bo'ldi. yo'g'on chaqarak qo'yildi. Sizga operatsiya qilish kerak desa, qildirmayman. Nimaga desam, bar o'laman ketdi. Kasal bo'ldi, kasalda ayb yo'q. Bu boymi, kambag'almi, boshqami? Bir yilda bir marta borib отчет berish kerak. Doktor, menga tekshirish yozib ber. Assalomu alaykum barcha Tavsiya 365 kuzatuvchi bizani xalqimiz va yangi qo'shilayotgan insonlarimiz. Bugungi bizani podkastimizga juda ham zo'r mehmonimizni chaqirganmiz. Ya'ni onkolog, onkoxirurg bo'lgan bugungi mehmonimiz, ya'ni Umidjon Butabekovich bo'ladilar. 10 yildan oshiq stajga ega bo'lgan, ya'ni malakalarini juda ham ko'p joyda o'tagan insonni bugun biz podkastimizga chaqirganmiz. Bugungi savollarimiz juda ham o'tkir bo'ladi. Chunki xalqimizdan olganmiz hamda hozir kunda bo'lib kelayotgan voqealar asosida olingan. Marhamat, o'zingizni to'liq xalqimizga tanishtirib bersangiz, chunki xalqimiz kimni eshitishyapti va qanaqa mutaxassis o'tirganini oldindan bilishsa. Assalomu alaykum. Birinchidan ming rahmat chaqirganingiz uchun, vaqt topganingiz uchun. Men Urmonov Umidjon Butabekovich, tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali onkoxirurg. Men onkologiya, onkoxirurgiyada 13-14 yildan beri ishlayman men. Men institutda hamda Rossiyaning Tomsk ilmiy tadqiqot institutida men tibbiyot fanlari nomzodi bo'ldim. O'sha yerda ishlashimni davom ettirdim men. Oliy toifali kategoriya oldim va 2,5-3 yil oldin taklif bo'yicha men Toshkentga qaytib keldim men. Taklif qilingan, shuning uchun qaytib keldim. Shu yerda hozirda Toshkent shahar onkologiya Toshkentda ishlab kelmoqdaman. Torak abdominal, ya'ni shu ko'krak qafasi hamda qorin bo'shlig'iga tegishli bo'lgan barcha onkologik savollar bilan ishlayman men. Meni o'tib kelgan malaka oshirishlarim Rossiyaning ham Moskva, Sankt-Peterburg, undan tashqari oxirgi borgan davlatlarni eslaydigan bo'lsak, Koreyaning Seul shahri bundan klinikasida yurdim. Undan tashqari Istanbulda, Turkiyada bo'ldim. Hozirda plan bo'yicha nasib Yaponiya, Tokio. Xudo xolisa. Nasib. Juda ham malakali mutaxassis ekansiz. Biz ham hayron bo'ldik. Ayniqsa men o'zim ishxonangizga borganimda, familiyangizni aytganim o'zida, ismingizni aytganim o'zida, yo o'sha ko'chadan, o'sha parkovkadagi odamlardan qatga qaylaman, qanaqa hamma aytib turdi-da, o'tda o'tirali, o'tdan chiqib o'tda o'tirali deb men o'ylovni topishga qiynalaman deb, chunki juda ham katta ishxonanglar, albatta. Shahar onkologiyasi, Toshkent shahar onkologiyasi, o'shaning uchun sizni xalqimiz o'tda juda ham hurmat qilishini, ayniqsa mutaxassislar hurmat qilishini o'z ko'zim bilan ko'rib keldim. Albatta, juda ham biz xursandmiz, chunki biz podkastimizga shunaqa yaxshi doktorlarni olib chiqishga harakat qilamiz. Bugungi savollarimizga tayyormisiz? Onkolog har doim hamma narsaga tayyor. Tayyor. Har doim eshigim har doim ochiq. Bo'ldi. Tayyormiz har doim. Bu orada men aytib o'taman, aynan biz studiya, ya'ni Iso Media studiyasida olamiz podkastlarimizni, biz boshidan shu studiyada olib kelamiz. Agarda sizlarda qanaqadir zo'r kommentariya fikrlaringiz bo'lsa yoki qanaqadir ideyalar yoki bizga bo'lgan murojaatlaringiz bo'lsa, qanaqadir vrachlarni olib chiqishimizni, nima sababdan olib chiqishimiz kerak bo'lishini kommentariyalarda bildirsanglar, agarda kimni kommentariyasi juda ham ko'p like yig'sa,
chiqsa, ya'ni eng ko'p kommentariyaga kelgan layklar soni bizada nazoratda ko'riladi. Aynan Iso Media studiyamizda bolalari qarab turishadi. Aynan kelgan zo'r fikrga, "Men ham shu fikrga qo'shilaman" deb layk bosganlar, ya'ni eng ko'p layk yig'gan bizani insonimizga albatta mana shu besplatniy, ya'ni tekin bo'lgan vaucher beriladi. Bemalol kelib, mana shunaqa zo'r sifatli podkastlarni o'tkazib olsanglar bo'ladi. Mana bugungi podkastimizda ham albatta ko'ryapsizlar, shunaqa zo'r malakali vrachimiz bilan bo'lib o'tyapti. Xo'p, endi sizga savollarga o'tadigan bo'lsam, onkologiya o'zi qanaqa yo'nalish meditsinada va onkologiya deganda biza qanaqa kasalliklarni tushunishimiz kerak xalqimizda, chunki onkologiya deganda tushunchaligida уже сразу qo'rqib ketishadi, qatidan nima bo'ldi tushunishmaydi. O'zi umuman onkologiya qanaqa yo'nalish? Onkologiya bilasizmi? Bu faqat bizning respublikada emas, balki butun dunyoda hali shu jamiyatning, meditsinaning eng og'ir yo'nalishi desam bo'ladi. Hali ko'p savollarga javob topilmagan yo'nalish desa bo'ladi. Agar so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, onkologiya, ya'ni onko bu o'sma, logos bu shu o'smani o'rganadigan fan. Onkologiya, ya'ni o'sha o'smalar ikkita katta gruppaga bo'linadi. Birinchisi xavfsiz, ikkinchisi xavfli o'smalar. Ya'ni o'sha xavfli o'sma deganda biz xalqimiz tilida tushuntirganimizda shu ko'payib ketadigan deyishadi yoki urg'ochisi deyishadi. O'shanaqa narsa. Xavfsiz o'sma ko'pchilik hozir hamma biladigan so'z jiravik deyishadi-ku. O'sha ham bir xavfsiz o'sma, ya'ni yog' to'qimasdan kelib chiqqan o'sma bo'lishi mumkin, jiravik bo'lishi mumkin. Biz hozir tushunishim bo'yicha bugun ko'proq biz xavfli, ya'ni yomon sifatli o'smalar haqida gaplashamiz. Agar statistikaga qaraydigan bo'lsak, oldingi yil endi bizda katta onkologicheskiya baza bor, nomi Globokan. Butun dunyoda har bir davlatda nechta onkologik kasal aniqlandi bir yil mobaynida, nechtasi qo'pol qilib aytganda nobud bo'ldi. 4 ta bosqich bor. 1, 2, 3, 4. Bir eng yengili, 4-inchisi eng og'iri. Ya'ni har bir davlatda nechta birinchi bosqich, nechta ikkinchi bosqich, 3-chi, 4-chi bosqich va nechta qaysi organda, misol uchun oshqozon raki bo'lishi mumkin, ichak raki bo'lishi mumkin, o'pka raki bo'lishi mumkin. Ya'ni shular nechtadan har bitta davlatda aniqlandi. Shunaqa katta baza bor. Ma'lumotga ko'ra, oldingi yil 20 milliondan ortiq birlamchi o'sma aniqlangan, xavfli, yomon sifatli o'sma aniqlangan. Bu bir sifr. Bundanda yomonroq deydimi, bundanda xavfliroq sifra 10 milliondan ortiq nobud bo'lgan. Bu bilasizmi, onkologiyada ko'p asosan onkologiya shu 50 yoshdan yuqorida uchrashadi, bolalarda ham uchrashadi, bular ham statistikada turishadi, lekin asosan bu onkologiya bu yosh kattalarning yoki xafa bo'lgan sababini keyinroq tushuntirib ketaman. Nima uchun xafa bo'lgan deganimni, asosan yosh kattalari bu kasalligi. Chunki onkologiya bilasizmi, o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. Misol uchun hozir sizni ham, meni ham, bularni ham tekshirsa, har bir organizmda, har bir tirik organizmda, inson emas, hayvonda, faqat hayvonlardan kitta onkologik kasallik bo'lmaydi. Unda bunaqa kletka ham bo'lmaydi. Qolgan hammada, normada, qonda onkologik kletka to'qimalar bor. Har bir tirik insonda. Shu immunitetning yordamida yoki immunitet sababli bu onkologik to'qimalar ma'lum bir me'yorda ushlab turiladi. Agar immunitet tushib ketsa, onkologik kasallik ko'payish, ya'ni paydo bo'lish ehtimoli ko'tariladi. Immunitet agar yaxshi ishlasa, onkologik kasallik paydo bo'lish ehtimoli kamayadi. Har bir organizmdagi to'qima, bu qon bo'lishi mumkin, teri bo'lishi mumkin, farqli har bir tirik to'qima apoptozga uchrashi kerak. Ya'ni to'qima ma'lum bir vaqt, odatda 120 kun, ko'p to'qimada 120 kundan keyin bu to'qima albatta o'lish kerak. Ya'ni yangilanish kerak. Shu o'lib turib yangi bo'layotgan paytda endi organizmda gen bor, DNK, RNK, ma'lum bir kodlar bor. Shu qaysidir kodda xatolik ketadigan bo'lsa, yangi onkologik to'qima paydo bo'ladi, bir dona. Buni nomini rak v kletki, ya'ni rak in situ, to'qima ichidagi onkologiya bo'ladi. Buni hech qanaqa belgisi bo'lmaydi, buni biz bilmaymiz. Odatda bunaqa narsalar случайно находкani tasodifan topilgan diagnoz bo'ladi. Misol uchun bemor yo'talib boradi. Yo'talib borganda o'pkasini tekshiradi yoki tekshirganda oshqozonni ko'radi yoki oshqozon og'rib borganda, misol uchun tekshirganda qanaqadir jigarda o'zgarishlar ko'radi, ichakda o'zgarishlar ko'radi, tekshirsa o'rak chiqadi.
Bu eng yaxshi bosqich, ya'ni nulevaya, даже birinchi bosqichga yetib kelmagan onkologik kasallik. Bunda albatta natija zo'r bo'ladi. Ana endi men sizga shunaqa savol bersam, mana siz aytyapsiz, inson organizmini xohlagan joyidan rak bo'lishi mumkin deyapsiz, Sirazi to'g'rimi? to'xtataman, sochda va tirnoqda bo'lmaydi. Sochda va tirnoqda. Men savolimni mana bunaqa qilib bermoqchiman sizga. Aynan mana hozirgi kunda meditsinada eng ko'p pul sarflanadigan, ya'ni pul topadigan emas, sarflanadigan meditsina yo'nalishlaridan bittasi bu rostdan ham onkologiyami? Ilmiy ish uchun desak to'g'riroq bo'lardi menimcha. Ya'ni shu onkologik kasallikni yengish uchun, shuni ustidan g'alaba qozonish uchun, shu misol uchun endi men o'zim torakabdominal, o'pka, ichak, oshqozon, jigar bilan shug'ullanaman. Qizilo'ngach yoki ko'krak qafasi har xil o'smalar bilan shug'ullanaman. Shularni ustidan yengib o'tish uchun yangi preparatlar, ya'ni yangi dorilarni o'ylab topish, aprobatsiya qilish yoki qanaqadir yangilik yaratish uchun oxirgi shu 30 yilda va kelajak 30 yilda investorlardan tashqari, ya'ni homiylardan tashqari, endi bilasiz onkologiyaga ko'pchilik homiylik qiladi. Ayniqsa bolalar onkologiyasiga homiylar juda ham ko'p. Shunaqa homiy investorlardan tashqari 25 trillion dollar sarflangan. Bu faqat sog'liqni saqlash tomonidan. Bu joyini biz bilmas ekanmiz. Chunki savollarda shunaqa narsa borki, agar onkologik kasallikka uchragan odam, bilamizki, onkologiyaga uchragan odam kerak bo'lsa uyini sotadi, kerak bo'lsa mashinasini sotadi, kerak bo'lsa internetda e'lon beradi, yordam so'raydi, chet elga chiqishga harakat qiladi. Ya'ni onkologiya kasalligiga duchor bo'lgan xalqimizdan bironta bir inson, ya'ni hech narsasi qolmaslik etapigacha yetib kelganlarni eshitganmiz. Shu sababdan shu savol bergan edim. Demak, undan ham ko'p pul sarflaydigan qanaqadir organizatsiyalarimiz ham qo'shimcha Yo'q, bor. albatta, agar davlat yordam bermasa, bu misol uchun hozir bir narsa esimga tushdi, bir hayron qolasiz. Davlat yordam bermasa, bu fikrimni tugatay, davlat yordam bermasa, insonni o'zi onkologik kasallikni davolashga juda ham qiynaladi. Men yaqinda Koreyada bo'ldim dedim. Seul bundan bu dunyodagi eng yirik klinikalardan bittasi, fundament desa ham bo'ladi. Chunki asosiy ilmiy ishlar, birinchi qilinadigan ishlar shu klinikada bo'ladi. Endi bordim, o'rgandim. O'sha yerda professor, endi bilasiz, erta ko'p tushiradigan familiyalar Li Kim O. Professor O bilan gaplashib o'tiramiz kechqurun choy ichib. Zo'r narsa aytib berdi. Ularda hali bu temaga keyinroq qaytaramiz. Screening mavzusi bor. Ya'ni 1 yilda bir marta 40 yoshdan o'tgandan keyin albatta polностью onkologik kasallikka tekshirish kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun siz birinchi buni 40 ga kirasizmi, borasiz 39-38 yoshingizda, misol uchun endi 30 ga bor, ish bor, aytasizki, men yozda, avgustda shu o'zimni tekshirishga vaqtim bo'ladi deysiz. Sizga 40 yoshingizga kirganda 1-avgustda telefon qilishadi yoki SMS kelishadi. Sochida sizni onkologik kasalliklarga o'zingiz tekshiradigan vaqtingiz keldi deydi. Boshqa odam aytdingiz, siz emas, keldi deydi. Misol uchun fuqaro boradi. Fuqaro borib tekshirtirsa, hammasi yaxshi bo'lsa, yaxshi, endi keyingi yilgacha kutadi. Agar shu tekshirishlar mobaynida qanaqadir onkologik kasallik aniqlanadigan bo'lsa, davlat 95% rasxodini ko'tarib beradi. To'liq. To'liq emas, 5% qanaqadir boshqa strava kompaniya ko'tarib beradi, balki qisqasi fuqaro bepul davolanadi. Bepul. Lekin agar fuqaro man bormasa yoki tekshirishdan bosh tortadigan bo'lsa, bosh tortdi, ketdi. Lekin yarim yildan keyin fuqaroda agar onkologiya aniqlanadigan bo'lsa, fuqaroga davlat pul bermaydi. Fuqaro 100% o'zining cho'ntagidan rasxod qilib onkologiyasini davolatadi. Ya'ni o'shanda xarajat deng. Unda xarajat. Shuning uchun ular borib turib, albatta o'z vaqtida, chunki endi bilasiz, chetda qimmat. Chetda qimmat, to'g'ri. Chetda juda ham qimmat. Juda ham qimmat. Shunaqa deysiz, bizada ham albatta qimmat, chunki xalqimizda haqiqatda mana shu kelgan savollarning ko'pida mablag' masalasida juda ham ko'p gapirishgan. To'yim o'tvosin, bolamni uzatib oling, Bu og'ir tema, shuni bekor ko'tardingiz. Chunki shunaqa narsa deb cho'zib yurishadi, chunki katta pul kerak bo'ladi-da.
Xo'p, mana savol nima uchun nima deydi, beshik sotib olishga puli borda, lekin o'zini sog'lig'i uchun pul sarflashmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Mana oddiy Mana siz savolda, ish misol uchun faoliyatingizda bormi shunaqa inson? bu judayam ko'p. Man ko'p uchraydi. Man oshqozonimiz yaqinda ham bo'ldi, oshqozon raki qo'yildi, opajon qonashni boshlabdi. Sizni to'g'ri bugun erta emas, lekin sizni bir hafta 10 kun mobaynida tayyorlab turib, sizni operatsiya qilish kerak. Chunki birinchi marta qonagan bo'lsa, ikkinchi marta qonash ehtimoli bor. Lekin bu bir. Ikkinchisi, undan yomonrog'i, ikkinchi marta qonaganda birinchi martaga nisbatan yomonroq qonaydi. Uchinchi safar yanada ko'proq qonaydi, ya'ni ish og'irlashib boraveradi. Keladi, mani qizim nevaramni beshik to'yini o'tkazib olishim kerak. Opajon, men aytaman, men masal bu paytda qattiqroq gaplasharman, yana bilmadim. Endi men kasal uchun kuyaman, yonaman. Opajon, ishoning, shu beshik to'yi siz o'tadi. To'g'ri. Sizsiz shu to'y, qo'shningizni bir qizini yerga berishi, mana bir qarindoshingizni qanaqadir bizda nima tadbirlar ko'p-ku, tadbirlari o'tadi. To'g'ri. Lekin sizni sog'lig'ingizga birontasi kuymaydi. Qani kim olib keldi sizni? Xola, qani oldimga tushingchi, sog'lig'ingizda nima gap ekan deb. Bizda endi bilasizmi, bu tibbiy madaniyatga bog'liq. Albatta. Xo'p, aytaman, shu beshik to'yimi hech narsa qilmaydi, bir oyga so'rang, hech narsa qilmaydi. Bu nima deydi, bir yonib kuyib ketadigan narsa emas-ku bu. Bir oy keyin qiling, bo'ldi, mani shaxsiy ishlarim chiqib qoldi. O'rtoqlar, to'yni bir oydan keyin qilamiz, hech narsa qilmaydi. Bola katta bo'laveradi, beshik to'yimi hech narsa qilmaydi. Beshik misol uchun to'y qilmasa ham bola katta bo'ladi. To'g'ri, men kattalanishga aralashishga niyatim yo'q. Men hali yoshman bu temaga gapirishga balki, lekin sog'liq kelsa men shuning uchun sal qattiq gapiraman. Albatta, sog'liq birinchi o'rinda. Sog'liq birinchi. Chunki bilasizmi, qonab ketsa, uni ko'ziga kasalli ham, uni oilasiga ham, qiziga ham, nevarasiga ham u beshik to'yi ko'rinmaydi, u to'y ko'rinmaydi, u tug'ilgan kun ko'rinmaydi. Onasini oldida o'tiradi hammasi. To'g'ri. Lekin bir savol, uni biz kim qutqara olamizmi? Bu endi bir oy emas, bilasizmi, onkologiyada har bir kun bu. Bu misol uchun homilador bo'ldi, 9 oydan keyin tug'adigani emas bu. Bu onkologiya aniqlandi emas, значит harakatni qilish kerak. Bir oy ham bu juda ham katta srok. Shu misol uchun kesib olib tashlash mumkin bo'lgan o'sma atrofdagi qon tomirga o'sib o'tsa, o'sib o'tish uchun 1-2 millimetr yetadi. 1-2 millimetr yetadi. O'sib o'tsa buni olish imkoni bo'lmaydi. Ana undan keyin afsuslanish hech qanaqa yordam foyda bermaydi. Uni ko'ziga to'y ham ko'rinmaydi, tug'ilgan kun ham ko'rinmaydi, boshqasi ham ko'rinmaydi. Shu o'rinda mana siz hozir oshqozondan deb gapiryapsiz. Sizga bizani savolimiz aynan shu yo'g'on ichakdan bo'ladi. Chunki bu bo'yicha albatta sizda juda ham malaka kuchli ekan, yo'g'on ichak bo'yicha. Yo'g'on ichak raki o'zi umuman nimadan kelib chiqadi? Va hozir bizda bu ko'payib boryaptimi? Yo'g'on ichak rakini bilasizmi? Agar O'zbekistonda yashaymiz, shuning uchun statistika oladigan bo'lsak, erkaklar o'rtasida aniqlanishi bo'yicha 3-o'rinda turadi. Ayollar o'rtasida 5-chi, agar umumiy oladigan bo'lsak 4-o'rinni egallaydi. Ya'ni oldingi lider kasalliklardan biri hisoblanadi. Ya'ni eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri. 2 milliondan ortiq aniqlangan oldingi yil, bu dunyo bo'yicha, bizniki emas, dunyo bo'yicha 2 milliondan oldin aniqlangan. Ming afsuski, eng ko'p uchragan, eng ko'p aniqlangan bosqichlar bu 3-4-chi. Ya'ni запущенный forma, ya'ni o'tkazib yuborilgan forma. Endi asosiy sabablariga keladigan bo'lsak, bu yana o'sha hamma gapirgan, men gapiraman, mendan keyin yana kimdir gapirsa kerak, noto'g'ri ovqatlanish. Chunki biz asosiy yeganimiz osh, qovurilgan yog', lag'mon, shashlik, O'zbek milliy taomlari deng. xamir, manti. Chunki bular og'ir hazm bo'ladi. Ya'ni asosiy faktorlardan biri bu noto'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish boshqacharoq. Qanaqa qilib to'g'ri ovqatlanish kerak degan savolga keyin javob beraman. Birinchisi noto'g'ri ovqatlanish. Ikkinchisi bu kam harakatlilik. Ya'ni sport bilan shug'ullanmaslik. Asosan bu misol uchun o'tirib ishlaydigan odamlarda ko'p uchraydi. Misol uchun, men xirurgman, men o'tirishga vaqtim bo'lmasa kerak. Mana o'zim borgan bo'lsangiz ko'radi, bular bilishadi. Shu 8 dan boshlab operatsionni 7-8 soat, 6 soat, 5 soat turamiz, kasallik qabul qilamiz. Shu ishdan keyin to'g'risi yozuvchi-chizuvga 1,5 soat, 1 soat. Lekin insonlar borki, kuni bilan o'tiradi. To'g'ri. Ertalab 8 da ishga kelsa, misol uchun o'rtada bir hojatxonaga chiqib kelsa, qo'pol bo'lsa ham 5-10 minut yo sigaret chekishga chiqadi, misol uchun. O'rtada 1 soat obedga, qolgan kun bo'yi o'tirib ishlash.
Bu bir. Ikkinchisi. Uchinchisi albatta spirt hamda tamaki mahsulotlari. To'rtinchisi, bu yaqinda tasdiqlandi, bunga bir 5-6 yil bo'ldi, semizlik. Aynan semizlik yo'g'on ichak rakini ko'payishiga, ya'ni kelib chiqaruvchi asosiy faktorlardan biri. Undan keyin o'z vaqtida davolanmagan yo'g'on ichak kasalliklari yoki eng ko'p uchraydigan polip. Polip mana bu o'sha yo'g'on videosini, suratni qo'yib yuborsanglar bo'ladi, hammaga tushunarliroq bo'ladi. Onkologiya, rak o'zidan o'zi kelib chiqmaydi. Kelib chiqmaydi. Rak kelib chiqish uchun kamida yarim yil, 1 yil vaqt kerak. Demak, biz bu podkastimizni ko'proq foizini erkaklarga bag'ishlaymiz, chunki ovqatlanishni juda ham qattiq yaxshi ko'rishadigan insonlarning eng katta auditoriyasi bu erkaklar, chunki kechqurungi 12-1da ham kimni ko'ramiz ko'chada to'p bo'lib yurgan erkaklar, ular ko'p yechadi, qo'rqitib yubormang endi erkaklar, ayollarni semizlik olaylik bo'lmasa. Statistikada ham erkaklar kattaroq o'rinda turar ekan. Buni e'tiborga olish kerak, chunki men o'zim hayron bo'laman-da, mana ko'chada erkaklarni o'tirishi ko'p-da. Shuni hisobini olish kerak. Mana internetda ham mana videolar bor. Mana kelinglar, akalar, falon akam, piston akam deydi-da ovqatlanish. Shu o'rinda aytaman, mana 30 yoshdan keyingi hozirgi kundagi yigitlarimiz, ya'ni erkaklarimizda ko'plab hozirgi kunda qoni quyuqlashib ketib, boshqa bir yurak kasalliklari, mana onkologik kasalliklar rivojlanayotgan sababi ko'p foizda ovqatlanish. Ya'ni to'g'rimi, noto'g'rimi, juda ham ko'p miqdorda ovqatlanishi va kuchli kaloriyali ovqatlar deb o'ylayman. Bunisiga nimaga aytyapman? Yaqinda men xo'jayinim bilan aytib qoldilar shu narsani. Bir joyga o'tirishga og'aynilar bilan bormadim dedilar. Nimaga aytsam, oldingi safar borganda o'chirit deydilar, haligi joyda o'chirit deydilar. O'sha yerdan o'tyapmiz, qaraq bugun ham o'chirit deydilar. Nimaga desam, bu yerda deydilar, qo'y go'shti, mol go'shti, ot go'shti, tuyoqushi go'shti deydilar. Prям tuyoqushimi desam, ha, tuyoqushi go'shti deydilar. Solib mochkichiri qilarkan deydilar. Yana ustiga qurtib berarkan deb qo'yadilar. Shu mashtaya deb o'tib ketdim mashinada. Odam, ya'ni yarim kechasi, ertalab bo'lsa ham tushunaman, uni kechgacha kaloriyasini bir sarflasa o'sha odamda, odam bo'lib yotdi. Bunaqa ovqat yegandan keyin bu organizm qanaqa charchashi mumkin deb bir o'ylab qoldim. Mana shunaqa insonlar uchun siz nima degan bo'lardingiz? Bitta gap bilan shuni chertib qo'yadigan gapingiz bormi? Men bir narsani aytmayman, ko'pincha to'g'ri chaqirishadi. Bu yoqqa keling o'tiramiz, bu yoqqa keling o'tiramiz deb. Men ana bu yonimda yurgan bolalar biladi, dieta qattiq saqlayman. Chunki men xafa bo'lish yo'q, erkaklar ishladigan bo'lsa, 40 ga kirib qornim chiqib ketishini xohlamayman men. Bu mumkin, bu kasallik, qorin chiqdi, saharni diabet, qand kasalligi, yurak kasalligi, qon tomir kasalligi, onkologiya, o'zim ishlayman bu sohada, oyoq kasalligi, oyoq ishi, tizza og'rig'i yoki varikoz kasalligi, bular menga kerak emas. Erkaklar ozgina qanday o'tsam ekan? Erkak kishida figura bo'lish kerak o'zgina. Qorin chiqarib turib, mana bir yemen ming bor uzr, yemen yetmasdan unaqa bo'lish mumkin emas. Erkak kishida figura bo'lish kerak o'zgina, o'ziga qarash kerak. Endi qanday desam ekan, bir ustozim aytib beradi, juda kulgili-da. Ustoz dedim, ism familiya aytmayman, ustoz dedim. Shu palonchi aka dedim, shu palon joyga oshga chaqiryapti ertalab, bormasak bo'lmaydi desam. Qatta deydi, ha shu 50-60 kilometr. Men qara deydi. Ertalab soat 4da turib, bir kosa osh yeyish uchun borib kelamanmi 60 kilometrga deydi. Undan ko'ra ertalab turaman, yaxshi bir suv ichaman, o'sha bo'ladi menga deydi. Iliq suv ichaman, zo'r o'sha bo'ladi menga. O'zi boraman, o'zi saharni diabet bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, borib kelish aytgan deydi. Endi men ertalab osh haqida emasman, misol uchun dieta qilishimiz kerak. Dieta ko'p narsaga sabab bo'ladigan asosiy, ko'p kasallikka sabab bo'ladigan asosiy sababchilardan biri bu ovqatlanish, noto'g'ri ovqatlanish. Mana men Koreyada bo'ldim dedim. Koreyada bir oydan ko'p yurdim men. Endi men ham shu o'zbek taomlarini yeb yurgan insonman. Da Koreyaga bordik. Endi ovqatlanish umuman boshqa narsa. Men nima deydi, bir hafta qiziqib yedim men. 8 oyog'ini ham yeb ko'rdim, karabini ham yeb ko'rdim, malyutkalarini yeb ko'rdim, hamma narsani yeb ko'rdim. Bilasizmi, keyin nima bo'ldi? Och qoldim. Bir hafta o'tib orasini och qoldim men. Bu bir. Ikkinchisi, eng qizig'i, dasturxonga o'tirsangiz tuz topolmaysiz. Shakar yo'q. Non umuman yo'q. Undan tashqari
issiq choy, issiq suv ichilmaydi. Lekin shu endi boradigan ishxonam bir 3 kilometr, 3 kilometr 200 metr edi. Men piyoda boraman, chunki bir ko'rib, shahar ko'rib nima qilishga. Ertalab ishxona 7 soat, ish 7 soat 7 da boshlanadi. 6:30-7 da hamma ishda bo'ladi. Men shu 5:30larda turardimda, sekin yurib borsam, ertalab shu eng yoshi 75 ga kirgan bo'lsa kerak, erkak, chol hammasi ko'chada nimada? Fizyoterapga. Ertalabki badan tarbiyada. Ko'chada Ha. yig'ilib-yig'ilib. Shu eng qo'pol qilib aytganda eng semizi shu 60 kilo bo'lsa kerak. Eng semiz 60 kilo emas, bir noto'g'ri aytdim, bir 50 kilo bo'lsa kerak. Ha, ular o'ziga qarashadi. Ya'ni ularda tibbiy madaniyat bor. Ular bilishadiki, semirib ketsa, ertaga uyga o'tirib qolsa qiynalishadi. Shuning uchun yoshligidan ular o'zini figurasini, bu yerda gap figurada emas, o'zini sog'lig'ini asrashadi. Undan tashqari sabablarni tugatib qo'y, sabablarga qaytadigan bo'lsak, shu eng ko'p o'sha to'g'ri ichak saratoniga olib keluvchi asosiy sabablardan biri bu o'z vaqtida davolanmagan shu gemoroy ham kiradi. Ko'p keladi bizga. Gemoroy. Da. Gemoroy bo'lgan, qarashmagan, yuraverishadi, qonashadi. Har bir bu faqat yo'g'on ichakka tegishli emas, har bir o'z vaqtida davolanmagan yara agar davolanmasa, qachondir onkologiyaga, ya'ni rakka aylanish ehtimoli bor. Shuning uchun agar kimdadir gemoroy bo'ladigan bo'lsa, albatta o'z vaqtida davolanish kerak, uyalish kerak emas. Erkak kishi endi bir xil bo'ladi, qanaqa borish kerak. Bu hech qanaqa uyalish joyi yo'q. Misol uchunda, borasan tishingni davolash uchun og'zingni ochasanmi, qo'pol qilib aytganda ko'rsatasanmi? Borish kerak, ko'rsatish kerak. Gemoroy bo'lsa, hozir hammani svechchalar bor, dorilari bor, nimalari bor, davolasa bo'ladi. Hozirgi meditsinani u nima deydi, muammosi emas gemoroy. Oldin bo'lgan bo'lishi mumkin, bir 40-50 yil oldin, lekin hozir muammo emas u. Davolatsa onkologiyani oldini olgan bo'ladi. Endi mana hozir biza aytyapmiz ichaklar haqida. Yo'g'on ichak deganimizda buni meditsinaga doir bo'lgan insonlar yoki ko'p informatsiyalarni o'qiydigan insonlar tushunadi. Shunda qaysi zonada bu yo'g'on ichak tasavvur qiladi, mana shu joyda deb. Lekin ko'p insonlar, meni fikrimcha, ya'ni ko'pchilik insonlar aynan hozir biz qaysi zona haqida gaplashayotganimizni ham bilmasligisi mumkin. Aynan yo'g'on ichakda bo'ladigan mana shu onkologik kasalliklar biza kelib chiqish sabablarini aytyapmiz. Ularni yara bo'lishi yoki deb o'sha yallig'langan qismidagi protsess, ularga chувство, og'riqmi, sanchishmi, shu aytayotganingizdek qanaqadir simptomlar bilinadimiki, ular kelishi kerak oldingizga. Shu haqida aytsangiz, ya'ni ular tushuncha bo'lsa, menda shu narsa bormikan degan fikr bo'lishi uchun yo'g'on ichak haqida ma'lumot bersangiz. O'sha aynan yo'g'on ichak qismini, chunki hozir bilib men ham savol tayyorlaganimizda yo'g'on ichak bilan muammo ko'p ekan bizning O'zbekistonimizda. Juda ham ko'p ekan. Ya'ni yo'g'on ichak bilan bo'ladigan muammolar O'zbekistonda ko'payib ketganligi uchun biz aynan shu mutaxassislik yo'nalishdan chaqirganmiz. Mana shu biz haqiqat ekranga qo'yib qo'yamiz. Yo'g'on ichak haqida mana bizga ma'lumot bersangiz, chunki aynan qaysi qism, nima bo'ladi o'tda, qanaqa simptomlar his qiladi, o'sha haqida ma'lumot bilib olishsa. Yo'g'on ichakni o'zi bilasizmi? Shu yo'g'on ichagi rakidan qutulsa bo'ladimi yoki oldini olsa bo'ladimi? Nima qilsam shu rakka chalinmayman degan savol ko'p bo'ladi-da, yoki nima qilsam men shu rakka chalinmasligimni savol berishadi. Buni javobi bitta, oddiy. 40 yoshga kirgandan keyin hatyabi 2 yilda bir marta kolonoskopiya qilish kerak. Kolonoskopiya degani kamera bilan, bundan zo'r hali yangi metod yo'q. Kamera bilan kirib turib, butun yo'g'on ichak qismlarini kattalashtirilgan holda ko'rib chiqadi. Agar biron bir o'zgarish bo'lgan bo'lsa, biopsiya namuna olishadi. Ya'ni shu o'smadan o'zgargan joydan to'qima olib turib mikroskopda tekshirishadi. Yerda yozib berish mumkin: polip, misol uchun yallig'lanish yoki yara yoki onkologiya. Agar shunchaki oddiy kolonoskopiya qilganingda deyman, 1 yil 2 yil oldin, yaradan oldingi, onkologiyadan oldingi holatni biz aniqlaganimizda deyman, 4 ta tabletka yozib beradi, yaxshi bo'lib ketardi. Lekin qilmagansan. Misol uchun. Endi klinikasi, ya'ni belgilariga keladigan bo'lsak, bu asosan o'smaning qayerda joylashganligiga bog'liq. Ya'ni insonni o'ng tarafidami yoki chap tarafdagi yo'g'on ichakdami?
Nima uchun? O'ng tarafdagi yo'g'on ichakka asosan ko'richak, ko'taruvchi chambar ichak hamda jigar egreligiga kiradi. Farqi nimada? Bu tarafdagi yo'g'on ichak razmeri chap tarafdagi yo'g'on ichak razmeridan sal kattaroq bo'ladi. Endi tabiat, ya'ni insoniyat shunaqa yaratilgan. Chap tarafdagi yo'g'on ichakka esa chambar-ichak, taloq egreligi, tushuvchi chambar-ichak hamda sigmasimon ichak hamda to'g'ri ichak bular kiradi. Agar boshdagi klinika bir xil bo'ladi ko'pincha, shunchaki tushunarsiz qorindagi og'riq. Bu bir. Lekin eng asosiysi axlatda qonni paydo bo'lishi. Yoki axlatning rangini qora, shunaqa qora bo'lishi. Shunaqa. Bu uje insonga nima deydi, bunaqa axlat ko'rgandan keyin insonda trevoga bo'lishi kerak. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Значит, axlatda qon bor. Nima uchun? Qon qizil-ku, bu qora. Chunki yuqoridan tushib kelgan oshqozon kislota ishlab chiqaradi, hammamiz bilamiz. Shu qon kislota bilan aralashib turib, reaksiyaga kirib qoraga aylanadi. Hech qachon qizil kelmaydi. Qizil axlatda qip-qizil qon qachon bo'lishi mumkin? Agar gemoro, ya'ni o'sha teshikka yaqin qonasa, hali aralashib ulgurmaydi. Yoki sal o'sha to'g'ri ichakdagi o'smadan qon ketsa, qizil bo'lishi mumkin. Undan yuqorisi ko'pincha qizilga yaqin yoki qora bo'ladi. Shu ikkita simptom o'zi asosiy shu trevoga ko'tarish kerak. Undan tashqari asosiy belgilardan biri bu qorinning dam bo'lishi. Bu asosan o'sma qorinni, ya'ni yo'g'on ichakning chap tarafida joylashgan bo'lsa, diametri kichkinadimi-ku. Shuning uchun o'sma paydo bo'lib turib, sekin o'sha axlat o'tadigan yo'lni bekitadi, axlat o'tmaydi, havo o'tmaydi, shuning uchun qorin dam bo'lishni boshlaydi. Yana ko'pchilik keladi, keyinchalik e'tibor beradi shu qondagi gemoglobin miqdorini tushib ketishi. Normada shu 110 dan yuqori bo'lishi kerak. Endi biz go'shtxo'ri bo'lganimiz uchun bizda ko'pchilikda sal balandroq yuradi, lekin 100 dan pastga tushsa, bu 190 dan pastga tushib ketsa, ko'tarilmasa, yana o'sha trevoga. Nima uchun menda ko'tarilmayapti? Albatta sababini bilish kerak. Ich ketishi, ichning faqat suyuq kelishi. Bir kunda bemorlar 20-30 martalab boradi. Tasavvur qiling, bir kunda 30 martagacha bemorlar boradi. Voy bu. Endi o'zini o'zi shu ahvolga olib kelgan. 5 marta bu insonni to'xtatmagan, 10 martaga borgan, lekin o'ylamaganda bu nimaga 10 marta boraman? Misol uchun 1 yil, 2 yil oldin men 1 marta borardim. 20 marta boradi, shuni ham tushunishmaydi. Doktorga borish kerak. Bor doktorga deyapti 20 marta. Menda nimadir noto'g'ri ishlayapti. Yoki ichning qotib qolishi. Shu teshik yopilib qoladi, axlat kelmaydi. Yana o'sha qorindan bo'lib ketadi. Ozib ketish bo'lishi mumkin. Yoki sababsiz temperatura, ya'ni tana haroratining ko'tarilishi bo'lishi mumkin. Og'riqlar keyinchalik sekin kuchayib, o'sha именно shu o'sma bo'lgan joyga sekin yig'ilishni boshlaydi. Oldin butun qorin og'riydigan bo'lsa, keyin o'sha o'sma kattalashgan sari og'riq o'sha tarafga sekin-sekin yig'iladi, qo'pol qilib aytganda. Keyinchalik misol uchun shunda ham bormasa, endi yana bilmadim men. Odam ozishni boshlaydi, chunki ovqat yemaydi. Nima uchun? Ovqat yesa qorin dam bo'lib ketadi. Ovqat yesa 30 marta tualetga boradi. Inson ovqat yeyishdan sekin-sekin o'zini tiyaveradi, qo'rqadi yeyishga. Odam ozishni boshlaydimi, ozgandan keyin bu o'sma sekin o'zini qo'liga ilinadigan bo'ladi. Ya'ni bunda qorin o'shaganda Qorin o'shaganda, nimadir bor. Endi bu vaqtda o'sha o'sma ko'pincha 3 yoki 4 bosqichda bo'ladi. Mana hozir biz aytyapmiz 3-4 bosqich deyapmiz. Bu onkologik 3-4 bosqich, bu o'limga olib keladigan oxirgi qarorli kunlarmi? Bu gapingiz misol uchun 80-yillar, 90-yillarda, balki 2000-yillarda aytganda ham gapingiz to'g'ri bo'lishi mumkin edi. Nima uchun? U paytda kimyoterapiya degan narsa hali rivojlanmagan edi. U paytda kimyoterapiya endi boshlanib, mana bu startda turgan vaqt edi. U paytda faqat xirurgiya bor edi, u paytda bu gapingiz. Lekin hozir men sizning fikringizga umuman qo'shilmayman. Bu gapingiz noto'g'ri hozirgi zamon uchun. Nima uchun? Hozir kimyoterapiya bor, target terapiya bor, immunoterapiya bor. Bular nima degani? Kimyoterapiya biz bilamiz, shu kimyoterapiya shu o'smani o'ldirish yoki uni yo'q qilish yoki uni o'sishdan to'xtatish uchun qilinadigan dori vositasi.
Lekin bu hammamiz bilamiz, bekitadigan joyi yo'q. Kimyoterapiya faqat o'smaga emas, balki butun organizmga ham ta'sir Ta'sir qiladi. qiladi. Shuning uchun soch to'kilib to'kilib ketdi deydi yoki qanaqadir boshqa asoratlar bo'lishi mumkin. Hozir emas, bir 15 yilda bo'lib qoldi, bir target terapiya paydo bo'ldi. 15-20 yil, 15 yilda bo'lib qoldi. Target terapiya nima? Shu mutatsiya qilinganda, mutatsiyalar o'rganib turib, ya'ni shu dori qilinganda shu o'smaga qarshi ishlaydimi deb turib biz alohida laboratoriyada tekshiramiz. Keyin biz bu dorini beramiz. Bu dorini unda zo'r foydasi, eng yaxshi nima deydi, ko'rsatkichlardan biri shuki, bu dori faqat kelib turib shu o'smaga ta'sir qiladi. Ha. Kimyoterapiyani qaysidir qismi kelsa, bu target terapiyani hammasi kelib turib shunga ta'sir qiladi. Unda hozir eng zo'r уже kimyoterapiyani bir yo'nalishi immunoterapiya. Immunoterapiya bulardan 10-15 barobar kuchliroq. Shuning uchun nima esimga tushdi? Apaga aytib berdim, mani bemorim bor edi, Spasibenko Aleksandr Aleksandrovich. U Novokuzneksdan edi. Man Rossiyada ishlardim. O'zini o'sha joyida nima qilishgan? Birinchi borganda yo'g'on chakrak qo'yishgan. Keldi. Biz tekshirganimizda jigarga metastaz topildi. Jigardagi metastaz degani bu avtomaticheski 4-bosqich degani. Tekshirishlar davomida prostata raki topildi. Voy-vo. Prostata rakini biz dalcha tekshirganimizda suyakda yana metastaz topdik. Oho. Shuning uchun o'zlari o'sha Novokuzneksdagilar aytishganki, sani qilishing foydasi yo'q. O'lib ketdi, nima qilasan qilib turib, pulingni sarflama deyishgan. Keldi, gaplashdik. Bemor 7 yil yashadi. Ya'ni lecheniyadan keyin. Da, lecheniya, xirurgiya qildik. Ichagini birinchi bu qonun qoida bo'yicha, chunki nima bor edi? Yo'g'on ichak tutilishi, ya'ni xronический непроходимость bor edi, ya'ni tualetga yaxshi chiqa olmas edi. Shuning uchun birinchi operatsiya qildik, keyin kimyoterapiya oldik, keyin sekin biz nimaga o'tdik? Target terapiyaga o'tdik. Kasal 7 yil yashadi. 7 yil bu katta ko'rsatkich. To'g'ri. Endi men sizga nimaga 4-5 darajada deyapman, chunki eng xavfli уже simptomlar chiqqan payti уже katta darajali chiqqandan bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Xalqimizda ham shunaqa gap bor, masalan, voy menda уже falon darajaga chiqibdi, endi men o'lamanmi deb stress deydimi, depressiya holati deysizmi, shunaqaga tushadi yoki mana internetlarda mana shunaqa podkastga o'xshagan narsalarni eshitishadi, mana boydan beri mana siz ham aytyapsiz, 4-dan boshlab seziladi odamda mana bunaqalar paydo bo'ladi deyapsiz. Demak, odamlarda vahima paydo bo'ladi. Shunaqa paytda ular qanchalik qo'rqmasligi kerak shu rak holatidan. Endi hozir konkret bir kasallik aytmoqchi emasman, to'g'risi. Shu oddiy grippdan bilasizmi, shu odam o'lib ketadi, statistikani ko'taradi 1 yilda bo'ladigan bo'lsa. To'g'ri. Bu onkologiya ham qachondir borib, balki biz shu narsaga erisharmiz. Onkologiyada ustidan albatta g'alaba qozoniladi. Onkologiya qachondir yutqazadi bizga. Lekin buning uchun vaqt kerak. Nima uchun? Oddiy misol oladigan bo'lsak, bir 30-40 yil oldin onkologiyada yashash bo'lmagan. Faqat operatsiya bo'lgan. Kimyoterapiya ham bo'lmagan, nur terapiyasi ham bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan. Lekin shular paydo bo'ldi-ku. Oldin 1 yil yashash kerak bo'lgan kasal hozir 10 yil yashayapti-ku. Значит, hozir 10 yil yashaydigan kasal qachondir borib 10 yilmi, 20 yildan keyin 30 yil yashaydi. 30 yil yashaydigan kasal qachondir borib 70 yil bitta inson umrini yashaydi. To'g'ri. Shuning uchun biz onkologiya ustidan baribir bir kun g'alaba qozonamiz, lekin bunga vaqt kerak. Shuning uchun ham boyagi gapingiz, onkologiya uchun eng ko'p pul sarflanadigan, ajratiladigan bu onkologiya yo'nalishi. Endi mana siz xalqimizga shu 3 ta tavsiyani bera olasizmi? Ya'ni biz kun davomida shu eng muhim 3 ta qanaqa bilib bilmay qiladigan xatolarimiz borki, bu onkologik kasallikka olib keladi. Eng muhimlari. Yana o'sha gap, noto'g'ri ovqatlanish. Ovqatlanish mana hozirdan to'g'rilash kerak. Noto'g'ri ovqatlanish. O'z vaqtida dam olmaslik. Dam olmaslikka bu faqat uxlash kirmaydi. Bu dam olmaslikka ruhiy xotirjamlik ham kiradi. Chunki ruhiy xotirjamlik bu albatta bir immunitet bilan qanday desam ekan, bir-biriga juda ham bog'liq bo'lgan narsalar. Uchinchisi albatta bu sport bilan shug'ullanish. Sport bilan shug'ullanish degani bu misol uchun
zalga borib tosh ko'tarish degani emas bu. Misol uchun kuniga 40 kilometr chopish degani emas bu. Ovqat yedingizmi, chiqib turib 500 metr piyoda yuring. Bepul-ku, nima nimasi qiyin mana? Ovqat yedingizmi, значит, chiqib bir aylanish kerak, yurish kerak, bolangizni oling, ayolingizni oling, bir tashqi bir yoshlikni eslanglar. To'g'ri. Misol uchun-da, yoki ovqat yedingizmi, shuni energiyasini chiqarishni bilish kerak. Misol uchun siz kun mobaynida 5000 kilokaloriyalik ovqat yeysizda, lekin siz 2500 ishlatadigan bo'lsangiz, bu nimaga olib keladi? Semizlik olib keladi, chunki yeyilgan energiya sarflanmadi. Shu 3 ta narsaga amal qiladigan bo'lsak, to'g'ri ovqatlanish, o'z vaqtida jismoniy hamda ruhan dam olish va albatta sport bilan shug'ullanish. Oladigan bo'lsak, onkologik kasalliklar bilasizmi, qanchaga kamaytiramiz? Necha prosentga deb o'ylaysiz? Bir katta protsent Nechi bo'lsa prosent? kerak, bir 50%. 50 emas, 40% ga statistika bo'yicha kamaytiramiz. Bo'lishi mumkin. Bu To'g'ri. bo'lishi mumkin emas, bu statistika bo'yicha aniqlangan bu. Уже bu doказательный baza orqali o'tgan narsa, shularga amal qilsak, biz onkologik kasalliklarni 40% ga kamaytiramiz. E'tibor beramiz. Doktorimiz bizga aytgan 3 ta muhim deganimizning ichida tezroq doktorga boringlar yokida ko'p dorilarni vaqtida ichinglar degan so'z emas, 3 ta eng muhim narsani sanab o'tdilar. Bu juda ham oltinga teng ma'lumotlar haqiqatda, chunki tabiiy siz yashash tarzi haqida gapirdingiz hozir. Bu 3 ta narsa. E'tibor berdim. Bu 3 ta narsani ichida men hozir qaytarganim deydi, dori-darmonlar, o'tovlanlar yo'q. Yo'q. Keling bizni savolli alternativ meditsinaga. Ya'ni hozirgi qattiq kundagi gapiraverman, shuni ko'tarmasangiz ham mayli. shuni ko'tarsak, hozir biz alternativ meditsina, ya'ni tabiblar haqida gaplashamiz. Ular rostdan ham rak, ya'ni onkologik kasallikni davola oladimi? Ya'ni ochig'ini shundoq bizga ayting. Keladi-yu odamlar sizga. Qandoq tushuntirsam ekan men sizga? Tankani o'qini yesangiz ham uy sharoitida onkologiyadan qutulmaysiz. Tankani yesangiz ham, samolyot yesangiz ham onkologiyadan qutulmaysiz. Oddiy misolda. Bor-ku mana tabibga borgandan keyin effekt bo'ldi degan reklamalar, odamlar chiqib yig'lab Endi bitta narsa, men reklama to'g'risi ko'rmayman ham, kuymayman ham men. Nima uchun? Men sizga oddiy misol aytib beraman. Mana shu odam agar eshitayotgan bo'lsa, agar ismi familiyasini aytmayman, agar o'zingizni bildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol yozing, chunki bu insonni bilaman, meni kuzatib boradi. O'zi meni qo'limda davolamoqda. Yozgingiz kelsa yozing, balki siz yozganingiz kimgadir yordam berar. Albatta. Yosh yigit 42 yoshmi, 43 yosh, plus-minus adashishim mumkin. To'g'ri ichak saratoni qo'yilgan yosh yigit. Endi nima uchun bilaman, sabablarini aytmayapman. 1,5 yil mobaynida tabibga borgan. 1,5 yil tabibga borgan. Uyidagi televizorni ham sotgan. Xohlasa yozsin, men hozir eshityapman, bekitgan. Men qo'rqadigan joyim yo'q. Bor gap. Uyidagi hamma narsasini sotib turib, endi o'zining hisob kitobi bo'yicha, hali bundan ko'p bo'lishi mumkin, yozmaganman, yozgani bo'yicha $8,000 bergan. Tabibga. Kimga borganini ham bilaman. Bergan. Bo'lmagan. Kirib keldi. Umid aka, iltimos, nimadir qiling, men tualetga chiqay, axlat qilay kattasiga dedi. Qornim ishib ketgan dedi. Chunki axlat ham chiqmagandan keyin yig'ilib boraveradimi? To'g'ri. Nima qilsangiz qiling, shu o'lishimga ham roziman, shu o'ldiring, meni qutqaring. Nima bo'ldi desam, shunaqa, bor, tabibga bor, dachi davo bo'lmas ekan dedi. Endi men nima qilay desam, endi siz davolang. Endi hozir biz uni davolayaptik. Hozir davolash, misol uchun nima uchun aytmoqchiman? Keladi, Umidjon Bo'tabekovich, men shu kerosin ichsam yoki keladi, qanaqadir alab bor ekan, 500 mingga olib ichsam yoki keladi unaqa qilsam, baraka topkur deyman. Nima yana anu dori bor. Aslida BSD degan dori bor. Buni siz bilmaysiz, lekin sirazi biladi, yozishadi kommentariyaga. Albatta, aslida BSD shunaqa dori bor. Shuni ichsam yaxshi bo'lib ketar ekanman deydi. Tabiblar tayyorlaydigan. Yo'q, bu aptekada ham u hayvonlarning dorisi aslida. Hayvonlar uchun chiqarilgan, men shunaqa qiziqib ko'rdim, dorisi u. Endi bir tomondan tushunaman, hozir bu bir tomondan tushunaman degan men gapga qaytaman, lekin tushuninglarda, agar shu qanaqadir men o'lan deydimi, alab deydimi, tayyorlab bergan qanaqadir tushunarsiz kukun deydimi, agar onkologiyadan qutqarib qolganda, buni narxi bilasizmi qancha bo'lardi? Siz o'ylaysiz, odamlarda pul yo'q deb o'ylaysizmi? Onkologik kasalliklarda pul yo'q deb o'ylaysizmi bir xillarda? Borini beradi deng.
u agar shu yordam bersa, odamlar shu uy ko'chada yashashga ham rozi bir xillari. Lekin sog'ayib ketaydi. Odamlar millioner. O'sha samolyotni kerosinni emas, samolyotni o'zini sotib olishga ham tayyor. Agar shu onasini, o'zini, xotinini, bolasini saqlab qoladigan bo'lsa. Onkologiyani faqat onkolog davolash kerak, boshqa hech kim davololmaydi. Onkologiyada 3 ta yo'nalish bor. Birinchisi bu xirurgiya, ikkinchisi kimyoterapiya, uchinchisi radiologiya. Boshqa hammasi yolg'on. Onkologiyani kechirasiz-ku, agar shu bittani nima deydi, BSD, ASD bilan davolash imkoni bo'lsa yoki qanaqadir kukun bilan 10 ming so'mga davolash bo'lsa, 25 trillion dollar nima qiladi ishlatib? To'g'ri. Yoki onkologiyani uyda davolash imkoni bo'lsa, bizga o'ylik nima qiladi hamma berib? Shuncha qiynalib hamma operatsiya qilib, boshqa qilib, uyda davolaveramiz. Odamlar bu tomondan ham o'ylab ko'rish kerak. Bu yana o'sha temaga qaytamiz, tibbiy madaniyat. Bu endi bilasizmi, men har doim bir xillarga aytaman, agar misol uchun bitta uyda bir inson o'sha onkologik kasallikka chalingan bo'lsa, buni atrofidagilar, qarindoshlari, qo'shnilari, nariga qo'shnisi, ko'chani boshida o'tiradigan pistachi ham onkologga aylanadi. Ha, to'g'ri. O'rgataveradi. Sen buni qilishing keraksan, bu kasal shoshib qoladi. Qaysi birini hech kishi bilmaydi. Bittasi aytadiki, onkologga borma, bari o'lib ketasan, pulingni sarflab. Bittasi nima qiladiki, ular o'ldirib qo'yadi seni. Bu tibbiy madaniyat bu. Lekin misol uchun internet bor. Oddiy misol uchun endi dostуп ko'pga emas, Google Scholar'da unga ham kirsa bo'ladi. Misol uchun bazalar bor. Yozsa bo'ladi. Misol uchun oshqozon raki 3-bosqich. Bu oddiy, misol uchun oddiy yozilgan Google'dagini qidirish kerak emas. Uni ko'p reklama uchun yoziladi. Katta bazalar bor. To'g'ri, ularni bilmasa, lekin men har doim aytaman. U chunki ilmiy ish. Bu ilmiy maqola yozilguncha mana xabaringiz bor, kamida 50 ta 100 ta kasallik o'tkazilgan bo'ladi. O'sha asosida o'sha ilmiy maqola yozilgan, o'shani o'qing deyman. Yoki keladi, men nagli aytaman, keling, nima qilmoqchi, shunaqa tushuntiraman, menga Telegramdan yozing deyman, men tashib beraman, o'qiysiz deyman. O'qiyman, ChatGPT ni ishlataman, nima qilaman, o'rgataman qanaqa gaplashishni. Chunki ChatGPT ko'pchilik hali bilmaydi, lekin meditsinaga juda ham katta yordam beradi. Bu faqat kasallarga emas, doktorlarga ham yordam beradi. Bu yerda nima sun'iy intellekt deyishadi-ku, meditsinaga kirib keldi, uni qaytarib bo'lmaydi. Yordam beryapti. Men kasallarga tushuntiraman. Chunki ChatGPT Google'ga nisbatan ancha aqlli. Ancha aniqroq ma'lumot beradi. Men aytaman, shuni yozasiz, hamma informatsiyani o'qib berasiz. O'qib olasiz. Falon narsalarni tashab beraman, yangi 23-24larni tashab, 25larni tashab beraman. Mana bu dunyoda qilinayotgan oxirgi ishlar. Erinmasdan o'qib chiqing, chunki bu sizni ota-onangizning hayoti. Hamma ishingizni yig'ishtiring. O'tirib o'qing. To'g'ri, ko'p ma'lumot ruscha, inglizcha, lekin period qilsa bo'ladi. Albatta. Demak, biz yo'nalayotganimizda albatta o'zimizni tibbiy madaniy anaqamizga, bilimlarimizga qilishimiz kerak ekan. Internetda hozirgi kunda tarqayotgan turli xil tabiblar chiqib ketganiga va xalqimizdan ham daji sпрос bo'lyapti. Tabib olib chiqing deb. Endi bu temani so'ramayman, javob bermayman. Bo'lganim, tabib o'zi aslida davolay oladimi? Chunki hamma yo'nalishda biz почти tabib savolini beramiz-da. Shuning uchun aynan onkologiya bu hayot bilan bir o'rtada, u dunyo bilan bu dunyo o'rtasida turadigan yo'nalish deyman. O'zimizni aytibman-ku, boya aytdim-ku sizga. O'zimizning ishxonada laboratoriyamizni zavedущийsi boshliq ayol, 3 ta farzandlari bor ayol, ko'krak raki anaqasi qo'yilgan diagnozi. Tabibga 6 oy bordilar. Bo'lmasa doktorlar qo'ydi diagnozni. 6 oy tabibga bordilar. Holatlari o'zgardi, yomonlashurdi. Qaytib borsalar, уже tarqab ketgan, ming kimyoterapiya olsalar ham foydasi bo'lmadi. U ayolimiz shu o'ranmagan, chiroyli ayol edilar. Keyin shu sochlari to'kilish boshlaganda o'randilar. Undan keyin bo'lsa ahvollari yana ham og'irlashdi. Men oxir ko'rganimda qosh kiprigi ham yo'qdi. Keyin ozgina vaqt o'tib, ularni olimdan o'tganlarini eshitdik. Yosh ayol. O'zingizga misol, o'zingiz javob berdingiz. Tibbiy madaniyat. Laboratoriya boshlig'i o'zi. Bo'lmasa yana nima xohlaysiz? Yana nima xohlaysiz? Oddiy xalqdan nima xohlaysiz? Uni men siz yetkazmasa kim yetkazadi boshqa? Misol uchun-da. Ya'ni buni albatta e'tiborga olishingiz kerak. Ya'ni
o'z sohasini mutaxassisi qanchalik faol ishlaydi. Ya'ni o'z kasbi uchun fidoyi bo'ladigan vrachlarimizni biz doim hurmat qilamiz. Bir vrachimiz aytgan edilar, to'g'ri, bizaga pulni 100% davlatimiz sarflamaydi. Biz o'zimizni bilimimizni oshirishimiz uchun o'zimizni mablag' sarflab o'sha chet elga chiqib o'qiymiz To'g'ri. deb aytgan edilar. Ya'ni har bitta vrachimiz albatta o'zligini malakaligisini oshirish uchun tinmasdan izlanishda bo'lishadi, to'g'rimi? Endi bilasizmi, bu gapingiz to'ppa-to'g'ri. Men tibbiy madaniyat deganingizga misol uchun qo'shilamanda, tabiblar davolashi mumkin. Men qarshiligim yo'q, yaxshilari ham bor, men taniyman men. To'g'ri, shamollashishi, qanaqadir qizarishi, qanaqadir bronxit, lekin onkologiyani davolashni ham mumkin emas. Jana qo'lingizdagi telefon iPhone menimcha. Kim yaratganligini bilasiz? Steve Jobs. Nimadan olgan shu? Rakdan. Bilasizmi nimadan olgan? Uni puli yo'qmidi? Bor edi. Tabibni 15 tasini sotib olardi kerak bo'lsa menimcha. Uy-puyiga qo'shib, to'g'rimi? Lekin shu o'tib ketdi. Oddiy misolda. Albatta. Bu onkologiya, bilasizmi endi qanday desam ekan? Travmatolog o'rtoqlarim men bor, uzr. O'rtoqlarim bor. Qo'li singan bo'lsa ham, qilsa qilmasa, endi javini osilib qolmagan bo'lsa, bitib ketadi, qiyshiq bo'lsa ham. Da misol uchun. Bronxit bo'lgan bo'lsa, yo'talib, yaxshi bo'lib ketadi, qo'pol bo'lsa-da misol uchun. Yoki bir joyini kesib olsang, tikmasang ham, ushlab tursang, qotgandan keyin qiyshiq bo'lsa ham bitadi bu. Onkologiya bunaqa emasda. Onkologiya faqat o'sadi. Faqat o'sadi. Endi mana siz aytyapsiz, onkologiya faqat o'sadi deyapsiz. Keling biz regionlar haqida gaplashsak. Bilamizki, O'zbekiston Respublikasi kartaga olib qaraylik. Mana shu O'zbekiston Respublikasi tug'ilgan aholi qaysi shaharga chiqib ketib yashashidan qat'iy nazar, bu o'zbek, to'g'rimi? Strukturasi o'zbekni organizmi. O'zbek. Qayerda yashasa ham. Mana shu regionga bog'liq bo'lgan onkologik kasalliklar haqida nima deya olasiz? Masalan, qaysidir regionlarda ko'proq uchraydimi? Chunki men o'zim onkolog qidirib, men ochib ayta olaman, onkolog qidirib bir necha mana respublikanskiy onkologiyaga, Beruniy metroni oldidagi, mana shahar onkologiyasi, mana sizlarning ishxonanglar Jukovskiyni oldiga borgan paytimda ochib aytaman, juda ham ko'p viloyatlarimizdan bemorlar bor edi. Balkim bordir orada, men aytmayapman, shahar sharoiti, shaharmas sharoit demoqchi emasman bu yerda. Aynan region, ya'ni har xil regionlarni nima bilan ogohlantira olasiz? Mana shunaqa sharoitda yashaydigan inson ko'proq o'zini mana shu tomondan ehtiyot qilishi yoki mana shu tomondan tezroq ko'rikka borishi yoki o'zini poliklinikasiga, o'zini shaharidagi, o'zini viloyatidagi yoki birato'la kelib shaharga kelib davolanishi kerak deya olasizmi? Onkologiyani eng yaxshi davosi bu skrining. Hozir davlatda o'zimiz respublikada prezident qarori bilan bachadon bo'yni saratoni hamda mammalok, ya'ni ko'krak bezi saratoni bo'yicha skrining boshlangan. Hamma o'tkazilyapti. Shunga o'xshagan skrining. Misol uchun bizni to'g'risi mana bugun ham keldi Samarqanddan. 70 ga kirgan boboxonimiz. 7 oydan beri shu ovqat yesa qiynaladi, o'tmaydi, oxiri suv icha olmaydigan darajaga yetkazib o'zini olib keldi. Qachon boshlangan desam, bir 7 oy bo'lib qoldi. Bormadingizmi desam, o'tib ketadi o'yladim. O'tib ketmadi ukam aka. Nima uchun shunaqa o'zinglarni qiynaysizlar desam, hay, unisi bor, bunisi bor, bir bormadik. Nima gastroskopiya yo'qmi? Nima poliklinikada bor? Nima uchun bormadingiz? Ha, erta boraman, o'tib ketar. Nima demoqchiman? Ozgina o'zinglarni yaxshi ko'ringlar. Ko'p emas, shu ozgina. Nima uchun? Bitta joyinglar og'ridimi, o'tib ketadi deb kutmanglar, o'tib ketmaydi. Bu qayerdir og'risa, bu organizm nima deydi, signal beradi. Hay, o'rningdan turib borgin. Og'riq boshlandi. Iching suyuq keldimi? Borgin. Kemadimi? Borgin. Qorin ishib ketdimi? Borgin. Og'riq paydo bo'ldimi? 3 kun 4 kun o'tib ketmaydigan. Borgin. 4 marta qusdingmi? Borgin. Chunki normada qusish kerak emas. Hay, bir marta yeding, ataravleni bo'lding. Ikkinchi marta yeding, qanaqadir yoqmadi. Lekin 3-4 safar nimagadir qusgandirsan, bekordan bekor bo'lmasa kerak. Ya'ni o'z vaqtida tekshirib turish kerak. 40 yoshdan o'tdimi? Albatta, agar ayol bo'ladigan bo'lsa, mamolog, ginekolog, o'zi kompyuter grudnoy kletka shularni o'tish kerak. Erkak bo'ladigan bo'lsa, kompyuter grudnoy kletka, o'zi брюшной полости, и plus mana bu prostatani ko'rish kerak. Shu oddiy elementar narsalarni qilib turish kerak.
Va o'sha ovqatlanish tarziga albatta rioya qilish kerak. Chunki bizda viloyatlarda go'sht mahsulotlari ovqat, ya'ni viloyatda emas, o'zimizda ham shu bekitadigan joyi yo'q. Umuman noto'g'ri ovqatlanamiz. Bu degani och qolish kerak degani emas. Xo'p, go'sht yeyishni yaxshi ko'rasizmi? Go'sht yeyishga organizmni tayyorlash kerak. Bir o'rtog'im bor Armenin. Vagi ismi. To'g'risi shashlik qilib o'tiruvdik. Tanishdik endi bir nima bo'yicha. Shashlik qilib o'tiruvdik. Keyin u gap orasida aytdiki, sen shashlikni to'g'ri yeyishni bilasanmi dedi. Buni endi bilasizku, shashlik zo'r qiladi. Nima bu, qanaqa yeyish kerak desam, unda eshitgin dedi. Bo'ldida jim bo'ldi. Qachon o'rgatasan dedi. Shoshmay turgin, shashlikni boshlaylik dedi. Shashlikni qo'yishni boshladi. Shu tayyorlab olib borgandan keyin u zelen yeyishni boshladi. Ko'kat yeydi. Bir yarim soat, 20 minut oldin faqat ko'kat yeyapti. Nima balo olsan desam, yeyish kerak bundan deydi. Keyin o'zim bir qiziq o'qib ko'rdim. Rostdan statiyalar bor. Zelen yeganda o'sha kislota bilan aralashib turib, o'sha zelendan chiqqan sok o'sha yog'li, ya'ni o'sha shashlik bo'lishi mumkin, osh bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, shularni hazm qilishida yordam berar ekan. Ya'ni oshqozonga og'irligi kamayar ekan. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanishga elementarniy bir narsa ham kiradi, ya'ni to'g'ri yeyish kerak. Yeysizmi ko'p? Og'ir yeysizmi? Manti yeysizmi? Uzoq hazm bo'ladigan yeysizmi? Marhamat qilib zelen yeng. Ya'ni zelen ko'kat. Ukrop, kashnish, ko'k piyoz farqi yo'q. Shunda o'zingizga ozgina bo'lsa, misol o'zingizni organizmingizga yordam bergan bo'lasiz. Demak, biz organizmimizni ovqatlanishga tayyorlanishimiz kerak. Da. Birinchi o'rinda. Ana undan keyin ovqatlanishimiz. Ertalab turib, misol uchun, hozir ko'p joydan moda bo'lib ketdi-ku, limonli suv iching, issiq suv iching, sovuq suv iching, boshqa qiling. Bitta fikrga qo'shilaman. Limon boshqasiga men juda ham ishonmayman to'g'risi, lekin bir stakan iliq oddiy bir 200-300 gram suv ichish kerak. Ertalabda. Shunda siz yaxshi uyg'onasiz. Misol uchun turdingiz ichasiz, bir yuvinib, endi bir boshqa dushga qabul qilguncha, boshqa qilguncha bir 15-20 minut vaqt o'tadi. Shunda suv tushgandan keyin birinchidan kechasi nima deydi? Ishlab chiqarilgan o'sha sok, slyunalarni pastga olib ketib turib, oshqozonni, ya'ni organizm uyg'otishga yordam beradi. Shunda qilgan zavtrakingiz, o'sha zavtrak qilishdan oldin sizda appetit paydo bo'ladi ovqat yeyishga. Uxlab yetgan organizmingizga ovqat yeb tuxurmaysiz-da. Shunda yegan ovqatingiz yengil bo'ladi. Shuning uchun bu ham bir to'g'ri ovqatlanish, tibbiy madaniyat bu. Mana to'g'ri ovqatlanish davomimizda mana shu to'g'ri ovqatlanish degan joyingizga bir menda savol. Bu voqea bugun bo'ldi. Men hayron qoldim. Bizani savolimizda sizga medturizm bor o'zi. Keling, men shuni shu voqeaga ulab etsam. Bir ayol aytdiki, men xo'jayinim bilan birga Turkiyaga chiqib davolanaman. Sahrli diabetga dedi. Chunki bu yerda dedi, otini aytmaymiz, klinikani ko'p murojaat qildi. O'sha знаменитый zo'r klinikalardan bittasiga dedi. Borganmiz, juda katta mablag' pul ham sarfladik. Aytgan gapi faqat to'g'ri ovqatlangin, harakatda bo'lgin, shirinlik yema, ya'ni sahrli diabetga aytilgan holat haqida gapiryapti. Sahri o'sha 20 ga chiqib ketadigan odam ekan. Hech qanaqasi tushirib berish olmadi O'zbekiston dedi. Lekin biza chiqdik 3 kunda dedi 5 ga tushirib berdi dedi Turkiyada dedi. 3 kunda. Men nima demoqchiman bu yerda? Mana biz hozir tabiiy yashash uchun biza suhbatlashyapmiz, to'g'rimi? To'g'ri ovqatlan, sport deyapmiz. Bizda shunaqa dorilar bormi? Biza ham shunaqa tezlik bilan, ya'ni davola olsak. Ayniqsa mana hozir O'zbekistonga rosa ko'p onkologiya yo'nalishi bo'yicha Turkiyadan yoki boshqa bir Yevropalardan, Rossiyadan mutaxassislar kelib, bizada besplatniy konsultatsiya qilishyapti, davolashga harakat qilishyapti yoki bizani shaharimizga kelinglar deb o'zligini reklama qilishyapti, to'g'rimi? Bizani nima kamchiligimiz bor? Yo'q, biza xalqimizni bilmaydigan, lekin bizada shu narsa to'liq yo'lga qo'yilgan bir vaziyat bormi? Bu siz nima deya olasiz? Aynan mana shu hozirgi kundagi xalqimizni chet elga chiqib davolanishiga. Bu savolga har xil javob bersa bo'ladi, lekin hozir qanaqadir neytral javob topishga harakat qilaman sizga. Misol uchun, mani soham bo'yicha shu torak abdominal, qorin hamda ko'krak qafasi bo'yicha shu qilinishi mumkin bo'lgan hamma narsa bizni sharoitda qilinadi.
Boya bir gap aytdiman, agar onkologik kasal bo'ladigan bo'lsa, atrofidagi hammasi onkolog bo'ladi. Bu tug'ish emas, bu qo'l sindirish emas, bu misol uchun pnevmoniya emas, bu qanaqadir qo'lni kesib olish emas, bu onkologiya bu. Albatta. Onkologiya deganda birinchidan o'sha diagnoz qo'yilgan insonni hayoti tubdan o'zgaradi. Uni siz man doktor bo'lib turib shuncha yil yashab turib ham tushunishga harakat qilaman, lekin har doim tushunmayman. Do и после bo'ladi. Mana onkologiya qo'yilgunga qo'yilguncha bo'lgan hayot va onkologiya shu diagnozni o'qiydi qo'liga olib, doktor aytgan paytdan, vaqtdan boshlanib yangi hayot. Buni siz tushunmaysiz. Juda qiyin narsa bu. Uni atrofidagilar albatta qanaqadir qayerda lecheniya, qayerda davo qilsa deb qidirishni boshlaydi. Endi gap ko'p, hamma gap aytib bo'lmaydi to'g'risi. Mana oxirgi bo'lgan voqea yo'g'on ichak raki. Mani bemor emas, bir o'zim bilan birga ishlagan vrach doktori bemori. Oddiy yo'g'on ichak raki. Tarqab ketgan formasi. O'zbekistonda aytishganki, endi ichagi chiqarib qo'yish kerak deyishgan. Iloji yo'q boshqa, keyin kimyoterapiya qilamiz deyishgan. U ishonmagan. Bular qilisha olmaydi, shuning uchun o'smani joyida qoldirib, shunchaki chiqarib qo'yish kerak. Bir paytda bo'ladi, rostdan agar o'sma kattalashib ketgan bo'lsa, biz ichagi chiqarib qo'yamiz, kimyoterapiya qilib turib, keyin yana operatsiya qilamiz. Shunaqa deyilgandan keyin u Hindistonga ketgan. Hindiston ham ko'rgan. Men Hindistonni yomonlamoqchi emasman. Bular kelgan kasal keyin qabul qilib turib, kerakli ish qilib qaytarib yuborgan. Shu biz aytgan gapi xuddi shunaqa turib ichagi chiqarib qo'ygan. Qo'liga dorilarni bergan, O'zbekistonda yo'q deb. Kelgan, ahvoli og'irlashgandan keyin bizga keldi. Kelib qarasaki, bu dorilar hammasi davlat tomonidan beriladigan oddiy dorilar. Kapistamin oddiy. Davlat beradi buni. Ya'ni bu yerda bilasizmi, endi balki ikki tomondadir, balki bizda ham qanaqadir aybdir bordir. Endi misol uchun hamma zo'r deb ayta olmayman, hamma yoki yomon deb ayta olmayman-da, o'zim ko'rishim, bilishim bo'yicha. Qanaqadir bizda ham bor, qanaqadir u tomonda ham bor. Chunki nima, oz pul ketadigan anaqa emas-da, bu protsess emas-da. Chet elga chiqish bu alohida pul. Davolanish alohida pul, o'ta yashash alohida pul, baribir hamda. Balla chiqqan odamlar ishdan qoladi, oyliksiz qoladi, tinchligi buziladi, bu yerda bola chaqasi bitta ikkitasi qoladi, kvartira oladi, mashinasini sotadi. Endi bitta narsa bor-da, bu yerda bilasizmi, juda kasal tanlash huquqiga ega. Albatta. Xohlasa manda, xohlasa bunda, xohlasa O'zbekistonda, xohlasa chetda, unga hech kim misol uchun sen bu yerda davolanasan deb aytishga haqqi yo'q. Xohlagan joyda. Shuning uchun men har doim so'rashadi, doktor chiqib kelsa nima deysiz, nima fikr berasiz? Chiqing ketdim, chiq, muammosi yo'q. Sizda qolsakchi, men senga yo'q, chunki sen katta insonsan, nima deydi, voyaga yetgan insonsan, qarindoshlaring bor, maslahatlash. Lekin misol uchun shu qilinadigan ish bizda ham shunaqa qilinadi. Hech qanaqa farqi yo'q, chunki onkologik kasalliklarni davolashda protokol degan narsa bor. Uni buzish mumkin emas. Har bitta kasallikni misol uchun yo'g'on ichak gapirayotdi, yo'g'on ichak kasalligi diagnozi qo'yilish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, bemor qanaqangi misol uchun qanaqangi tekshirishlardan o'tish kerak. Protokolga yozib qo'ygan. Bu o'sha Amerikada ham xuddi shunaqa, bu shu Germaniyada ham shunaqa, Hindiston, Turkiya, O'zbekiston hammasi bir xil sistemada ishlaymiz. Davolangandan keyin o'sha kitobda yozib qo'ygan. Birinchi bosqichda nima qilish kerak, ikkinchi bosqichda nima qilish kerak, uchta nima qilish kerak, to'rtda nima qilish kerak. Va hamma o'sha protokolga rioya qiladi. Protokol почти hamma joyda bir xil. Faqat ruscha, inglizcha, nemischa, qanaqadir hindcha bo'lishi mumkin, lekin asosan hammasi bir xil. Chunki protokol bo'yicha ishlanadi. Protokolni buzish mumkin emas, chunki protokol buzildi degani kasal umri qisqardi degani. Endi mana men sizga bir jumlani aytsam, bunga qanaqa fikrdasiz? Mana onkologik kasalliklar bu aslida o'yin, hali boshlanmasdan yutqazib bo'lish degan holatga qanaqa javob berasiz? Bu umuman noto'g'ri fikr, men bilmayman bu fikrga qatdan oldingiz. Bu hozirgi zamonda noto'g'ri fikr. Endi to'g'ri Hozir mana onkologik kasallikka uchragan odam srazi bo'ldi, men o'laman deb o'ylaydi. Hali mana siz aytyapsiz-ku, bunaqa gap nimaga men sizga beryapman savol. Onkologga oldidan kelgandan keyin bu yashagan hayoti boshqa, bu yog'iga boshqa hayot deyapsiz, uni siz tushunmaysiz deyapsiz, to'g'rimi? Yo'q, tushuna olmaysiz. Tushunmaysiz. U o'sha odam tushunadi, shu vaziyatga tushgan odam tushunadi faqat.
o'sha vaziyatga tushmoqchi bo'lgan odam albatta uyida o'ylaydi-ku, man onkologiya bo'ldim, endi man o'lamanmi? Hali bu yoqdagi hayotimni yashashini o'ylamasdan turib o'limni o'ylaydi, oxirini yutqazdim. Mana mana shunaqa bir o'zi jumla bor. Bunga qanaqa qaraysiz? Mana insonlarda shok holatlari, depressiya holatlari, birdaniga kim nima deyishidan qat'iy nazar, buni davosi bor, anu doktor, falon doktor desa ham o'ziga o'zi kirib ketadi ichiga. Bo'ldi, man o'laman deb. Ya'ni yutqazish. Da, shunaqa paytda bemorlar eshitmaydi bizni. Bu gapingiz lekin men umuman qo'shilmayman. Bu noto'g'ri gap, bilmayman qayerdan olgansiz bu gapni. Hozir bir esimga tushdi, bir yosh qiz esimga tushdi. Shuni aytaman, keyin gapingizga davom ettiraman. Adashmasam yo'g'onchak, unga bir 5-6 yil bo'ldi. Unga ham yo'g'onchak rak qo'yildi. Yosh qiz. Diagnoz qo'ygandan keyin shunaqa qilishga yo'g'onchak rak qo'yildi. Sizga endi operatsiya qilish kerak desa, qildirmayman dedi. Nimaga desam, bari o'laman-ku dedi. Men bunaqa otvet men kutmovdim. Ayni ko'pincha bu gaplarni yosh kattalar aytadi. Ha bolam deydi, o'zi 70 ga kirdim, endi nima xohlaysan mendan deydi. Men aytaman, hop 70 ga kirsangiz siz aybingiz yo'q-ku deyman. 100 ga kirsangiz vaqt kasal bo'lish bu hammada bor deyman. U yosh men hayron qoldim, bunaqa u qizdan javob kutmovdim men. Men o'laman-ku, nima qilasiz? Sizga ham, meni ham sarflab, meni ham qiynab o'lib ketaman deydi. Operatsiya ko'ndirdim, ko'nmadi, keyin o'zi aytdi. Ko'ndiring meni, ko'ndira olsangiz men qilaman, roziman operatsiyangizga dedi. Qildiraman, nima qilsangiz qiling dedi. Xo'p dedim. Shu dedim, islomda eng og'ir mana bu gunohlardan qaysi birlarini bilasiz dedim. Hay o'g'rilik qilish, boshqa qilish, zino qilish, shu eng og'iri nima dedim. Bu qildi, o'zini o'zi o'ldirish dedim. Bilasizmi dedim. Suiqasd qilish dedim. Nima aloqasi bor dedi. Mana tasavvur qiling dedim. Hali bittasi 8-etajga chiqadi, o'zini tashlaydi. O'zini o'zi o'ldirishga kiradimi desam, ha kiradi dedim. Suvga tashlaydi, cho'kib o'zini o'zi o'ldiradi. Bu-chi desam, ha bu ham shunaqa dedi. Uni desam, ha bu shunaqa dedi. Siz o'zingizni o'ldiryapsiz. Bilib turib, umishlinda siz o'zingizni o'ldiryapsiz dedim. Harakat qiling, mayli, men bilmayman nima bo'lishini dedim. Lekin sizda prognoz yaxshi, siz yashashingiz kerak, sizga operatsiya ko'rsatma bor. Agar ko'rsatma bo'lmaganda tarqab ketganda sizga operatsiya deb aytmas edik. Siz yashashingiz kerak. To'g'ri, Xudo tomonidan berilgan qanday desam ekan, og'ir sinov, hayotda juda ham qattiq sizga hazili deydimi, sinovi deydimi, nasibingiz og'ir bo'lgan. Shu yoshga kirib, misol uchun-da. Lekin imkon bor. Shu imkoniyatdan foydalanmasdan turib, men o'lishimga roziman deganingiz, bu 8-etajga chiqib o'zingizni tashlash bilan barobar. Desam, jim turdida, men boshqa gapim yo'q dedi. Qachon qilamiz operatsiyani? Tushunasizmi? Bizani jumlamizni tayyor voqeasi ekan. Примерно shunaqada endi aytadi-ku. Chunki bu savol nimaga berib o'tganim sababi onkolog olib chiqamiz deganda, gapiraveradi, baribir ham agarda o'tkazib yuborgan odam bo'lsa, o'lib ketadi, o'lib ketadigan kasallik. Endi hammamiz o'lamiz. Da, pul sarflash. Mana shu bilasizmi, xalqimizdan kelgan savollarning ichidan biz gрамотный savollar olishga harakat qilamiz-da, lekin orasidagi sayoz savollarga ham e'tibor qarataman men. Nimaga desangiz, hamma o'zini o'ylash darajasida beradi savolni. Hamma o'zini o'ylash darajasida. Biz shu savollardan kelib chiqamiz. Ular uchun ham javob bo'lishi kerak. Mana shunaqa bittada hali men inson hayotini o'yinga taqqoslaganim sababi hali o'yin boshlanmasdan turib yutqazdim degandek his bo'lishi, ya'ni bu ko'pincha emotsionalniy insonlarda yoki-da kuchli xarakterga ega bo'lmagan insonlarda, ya'ni bir qancha turdagi bir insonlarda bor deb o'ylayman. Ya'ni sirasi taslim bo'lishadi. Endi to'g'ri, bizda hozir ko'pincha 3-4 bosqich keladi. Buni tan olish kerak. Buni hech qayerga nima deydi, qochib qutulmaymiz. Ras shunaqa bizga patok, ya'ni ras shunaqa bizga kasallar kelsa, biz shu sharoitdan chiqib ishlashimiz kerak. Biz o'tirishimiz kerak emas, bizga qachon birinchi bosqich kelar ekan, lecheniya qilamiz deb. Bizga qachon ikkinchi bosqich keladi, biz operatsiya qilamiz deb. Ras shunaqa kelyaptimi? Значит, shu bilan biz ishlashimiz kerak. Tibbiy madaniyatni oshirishimiz kerak. Ishlash nima deydi, bir informatsiya har kuni yetkazishimiz kerak. Reklamaning o'rniga palon narsani yana o'sha gap hamma joniga tegdi. Sog'lom ovqatlan, sigaret chekma, spirtni ichma, boshqa qilma deb o'rgatishimiz kerak. Boyaga aytgan gapim, siz aytgan narsa, buni o'yin boshlanmasdan oldin yutqazilgan o'yin deganingiz balki rostdan yana o'sha bir 20-30 yil oldin qanaqadir to'g'ri keladi. Lekin hozir meditsina rivojlanib ketgan. 4-bosqich, misol uchun, endi to'g'ri, kasallik o'zi uydan yura olmaydigan ahvolda kelgan bo'lsa, boshqa narsa.
Shu daraja bor, ko'p keladi bizga. Yoki 4-bosqich ozgina imkoniyat bo'lsa ham, misol uchun хотя бы immunoterapiyagami, ximioterapiyagami, target terapiyagami kasal qo'pol qilayotganda ilm olsa, yashash imkoniyati ko'payib ketadi. Ko'pchilik doktorlar ham qo'rqishadiki, jigarda metastaz bo'lsa, metastaz ya'ni bu degani o'sha asosiy o'smani rakki bolalari. O'sha qon orqali ko'payib, jigarga tarqagan joy. Ko'pchilik ko'rishadi, nima qilib tashladi, bo'lmaydi deyishadi. Doktorlar ham aytishadi, bekitmayman. Bunaqa qilish kerak emas. Kasal bo'ldi, kasalda ayb yo'q. San oldinga keldim, u bilan ishlash kerak. Bu boymi, kambag'almi, boshqami? Albatta. Misol uchun mansabdan qat'iy nazar shunchaki sani hurmat qilib kirib keldim, ishlash kerak. Mayli, yashasin, 1 oy yashasin, 10 yil yashasin, lekin bu bilan ishlash kerak. Lekin bitta narsa bor, bilasizmi? Agar bemor, men har doim aytaman, shu onkologik kasal bilan kelgan bemor hamda onkolog, vrach, shu uchalasi ikkita guruhga, ikkita komandaga bo'linish kerak, bir-biriga qarshi o'ynaydigan. Agar bemor kasallik tarafda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha men o'laman, baribir hech narsa qilmaydi, bilganing qilaver deydigan bo'lsa, uni foydasi yo'q. Unda biz yuta olmaymiz. Agar bemor mana bu xirurgiya oldida turib, o'sha kasallikka qarshi o'ynaydigan bo'lsa, unda yutish imkoni bor har doim. 4-bosqich bo'lgan taqdirda ham. Chunki insonni o'zi xohlash kerak. Man yaxshi bo'laman. Man ertaga yaxshi bo'lib ketaman. Man misol uchun ertaga ximioterapiya olaman. Man palon chizla ximioterapiya o'tirib, palon chislada men ximioterapiyaga qaytib kelaman. Da, o'shanaqa bo'lish kerak. Agar bemor kasallik tarafga o'tib oladigan bo'lsa, ishlash qiyin. Shuning uchun alohida hozir emas, ancha bo'lgan onkologiyada psixoonkolog bor. Men o'zim tanishlarim bor, gaplashaman, aytishadi, ularni tushunish qiyin deydi. Oddiy psixolog bor, borib dardingizni aytib gaplashib o'tirasiz, lekin onkologik kasallik bilan gaplashganda aytishadi, men ularni tushunishim sal qiyin deydi. Vроде nimadir deydi, lekin ana o'zimda analiz qilsam, men sal tushunmay qolaman deydi. Chunki ya'ni menda rekord hozir 96 yoshli biz operatsiya qilganmiz. 4-5 yil bo'ldi. 96 yosh kelgan. Uni ham qarindoshlari kerak emas. 96 ga kirgan oshqozon rakini nima operatsiya qildirasan deganda men aytganman. Unda bilmayman, janimi kim edi. 96 ga kirib oshqozon raki bo'lsa, bunda aybi emas. Shunaqa kasal bo'ldi, nima qilish kerak? Operatsiya qildi, yaxshi bo'lib ketdi. Mana biz operatsiya davomimiz, operatsiya protsessi haqida gaplashsak, bu kasallikka uchrashi mumkin faqat erkaklar emas, ayollar ham, to'g'rimi? Aynan hozir protsess haqida nima deya olasiz? Mana siz erkak doktorsiz. Men shu aytaman. Bir xilla erkak doktorga borgisi kelmaydi ayollar. Qanaqadir ayol doktor qidirishadi. Yokida bir shunaqa kelib, doktor, yoningizda bormi sherigingiz, ayol kishilik deydigan vaziyatlar bo'lib qolishi mumkinmi? Ya'ni ayollar bilan ishlanganda. Qanaqa bir operatsion protsess bo'ladi? Endi to'g'risi bu fikrga men vobshe qarshiman. Bu misol uchun ayol ko'rish kerak, erkak ko'rish. Bu menimcha bu noto'g'ri fikr, meni fikrim bu. Men lично o'zimning fikrimman. Da. Misol uchun doktor aytishadi-ku, doktorda nima deydi, pol yo'q. Mana to'g'ri ekan. Nimadir-da, on bispol, ya'ni erkak emas, ayol emas, nima deyishadi? Neytralni qaraydi insonlarga. Bu примерно shunaqada, misol uchun doktorga bor deymi, uni qizig'i yo'q. Значит, shunga davola yaxshi doktor bo'lsa borgan, nima vaqt erkak bo'lsa. Operatsiya qiladi, o'sha ayolga borasan, o'sha operatsiya qiladi, nima farqi bor? Men qardan shunaqa qarayman men. Misol uchun kelishadi, menga ayol doktor topib bering, boshqa topib bering. Endi men topib bera olmayman-ku. Misol uchun men yordamim kerak bo'lsa, men senga yordam berishga tayyorman. Endi tanlov sendan. Xohlasang men yordam berishga tayyorman, lekin men siz uchun ayol doktor, misol tanishim bo'lsa, balki onkologiya harakat qilaman yordam berishga-ku, lekin bo'lib turadi. Operatsiya hozir qanaqa? Operatsiya hozir ko'p безопасно уже. Chunki narkoz o'zgardi, narkoz preparatlari o'zgardi. Hozir bizning klinikada ham, bizda hamma joyda shunaqa gaz bilan narkoz beradi. Ya'ni operatsiya tugagan paytda kojani tikishni boshlaganimizda kasal uyg'onish boshlaydi. Ya'ni bu ham tibbiyotda, onkologiya emas, tibbiyotda bir yutuqlardan biri bu. Da. Misol uchun tikadigan apparatlar o'zgardi hozir. Hozir hammasi ko'p apparatlar, hammasi одноразовый, ya'ni bir marta ishlatib tashib yuboradigan apparatlar.
Bu bir. Ikkinchisi hozir o'sha uchinchisi xalq o'sha aytadigan nima lazer usulda deyishadimi? Ya'ni biz tibbiyot tilida, mediklar tilida laparoskopik usul bilan. Ya'ni kamera bilan kirib turib, o'sha uzun tayoqcha deydimi, palka deydimi, endi bizda laparoskopik usul bilan kirib turib shu operatsiyani qilish mumkin. Bu ham laparoskopik usulda qilganda, misol uchun suratni ham qo'yish mumkin. Kirib ko'rganda 4-5 marta kamida shu nimalar kattalashtirilgan bo'ladi. Ya'ni qon tomirlari, o'sha organlar 4-5 marta kattaroq ko'rilganligi sababli operatsiya xavfsiz bo'ladi. Inson o'zini ko'zidan ham yarkiroq, ya'ni Da, kattaroq da, ko'rinadi. da, конечно. Ancha katta. Shuning uchun bu yerda hozir qo'rqadigan nima. To'g'ri, operatsiya paytida o'zini xavf nimalari bor. Endi misol uchun oldingiga nisbatan hozir Oldingiga xavf, nisbatan. risklar ancha kamaygan. Ya'ni biz ayol bo'lamizmi, erkak bo'lamizmi, yoshimiz necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar, mana eshityapsizlar, men hamma turdagi savollarni berishga harakat qilyapman. Hammasiga yechim hozirgi kundagi zamonaviy meditsina, ya'ni juda ham ilg'orlashib ketgan texnologiya haqida gaplashyapmiz. Juda ham ko'p bora qaytaryaptilar doktorimiz bu yerda. Ya'ni hozirgi kunda juda katta foizda qo'rquvlarimizni yo'q qilib, o'z vaqtida qaratishimiz kerak sog'lig'imizga. Endi shu o'rinda sizga yana bitta savol bersam, mana bizni aniqladik, keldi oldingizga bemor, operatsiya qildingiz, молодец, zo'r bo'ldi bemor, endi uyiga ketdi. Undan keyinchi, ya'ni biz uy sharoitida nimalar qilishimiz kerak? Mana davolangan odamda qaytalanish ehtimoli bormi, yo'qmi, yoki uni profilaktik qanaqadir bir davri bormi? Nima qilish kerak? Bizni bemorlarimizda eng katta bo'ladigan muammolardan biri. Nazorat albatta bo'lishi kerak, u butun umr bo'lishi kerak. Qaysi tushuntirib berishga harakat qilaman. Bo'ladiki, biz bemorlarimizni operatsiya qilamizda, shuni aytamizki, qo'pol qilib aytganda, siz bizdan qutuldingiz deb. Onkologiyadan shuni tamom, uyga borib yashayvering oldin qanday yashagan bo'lsangiz. Yoki operatsiyadan keyin ma'lum bir miqdorda kimyoterapiya o'tkazamiz yoki nur terapiyasini o'tkazamiz. O'sha nur terapiyasi tugaydi. Ya'ni u ham xirurgiya ham tugadi, kimyoterapiya yoki nur terapiyasi tugadi. Ana o'sha vaqtdan boshlab turib счётчик boshlandi. Qaysi ma'noda? Значит, birinchi 1 yil mobaynida bemor o'zini mana bu diagnoziga qarab turib, har 3 oyda bir, bu standart. Har 3 oyda bir marta to'liq tekshiruvdan o'tish kerak. Ya'ni 1 yil mobaynida 4 marta bo'ladi. Ikkinchi yilda, yarim yilda, ya'ni 6 oyda bir marta. Bu degani 2 marta 1 yil mobaynida. 3-yildan boshlab turib, men bemorlarimga aytaman, 1 yilda bir marta, ming yaxshi bo'lsang ham, alomati bo'lmasa ham, onkologiya bo'lmasa ham, zo'r bo'lsang ham, kosmosga ketayotgan bo'lsang ham, 1 yilda bir marta tekshirishdan o'tgan. Sabab, asosiy sabab, mabodo onkologiya qaytalagan bo'lsa, o'sha qaytalagan o'sha o'smani kichkinaligida ushlash, aniqlash. Bizda ozgina naborot. Bemorlar yaxshi bo'ladimi, shu bilan esdan chiqib ketadi onkologiya. Ketdi, shu bilan yuradi. Bir yil o'tadimi? Endi hammada har xil, kimdadir 20 yil o'tadimi, 5 yil o'tadimi? Kelishadi, o'sha hamma joyga metastaz tarqab ketgan yoki qanaqadir boshqatdan qaytalagan yoki kimyani og'irini qilish kerak yoki umuman imkoni yo'q yoki mana bu katalkada ko'tarib kelishadi. Qachon boshlandi? 5 oy. Unda so'rab ko'rsangiz, anamnezda, ya'ni tarixda onkologiya bo'lgan. Nimaga bormadi? Men yaxshiman-ku. Mani hech narsa bezovta qilmadi. Men aytaman, onkologiya bezovta qilmaydi. Bezovta qilgan paytdan boshlab turib, bu 3-bosqich. Bu taxmin, odatda shunaqa bo'ladi. Bu aniq emas, odatda shunaqa bo'ladi. Onkologiya 1-2 bosqichda bezovta qilmaydi. Misol uchun 5 santimetrlik o'sma o'pkada bo'ladigan bo'lsa ham, agar o'sha glavniy asosiy bronxga o'sib o'tmagan bo'lsa, nervga o'sib o'tmagan bo'lsa, u bezovta qilmaydi. Hech narsa yuraverasiz. Hech narsa bilinmaydi. O'sib turib, misol uchun bronx o'sib o'tgan bo'lsa yoki ichak yo'lini bekitib qo'ygan bo'lsa, o'sha paytda keyin bezovtalik boshlanadi. Bronx o'sgan bo'lsa, albatta bu yo'tal.
yoki o'sha qon kelish, agar ichak bosib o'tadigan bo'lsa, o'sha aytgan qorindan bo'lishi, ichiga suyuq ketishi yoki umuman ichak kelmasligi. Shuning uchun onkologiyadan sizga doktoringiz javob bergan taqdirda ham shu onkolog doktor bilan birga yashash kerak. 1 yilda 1 marta borib отчет berish kerak. Doktor, menga tekshirish yozib ber. Tekshirish yozib beradi. Misol uchun, o'tadi olib keladi. Ha, yaxshisan. Doktor keyingi yilga ishon. Xayr. Ana shunda yaxshi nazoratda bo'ladi. bo'lishi kerak. Oddiy misol bilasizmi? Bu tekshirishlar o'zi qimmat emas rostdan. Ichak bo'limi kolonoskopiya qayta tursa 300 ming, 400 ming so'm turadi. Misol uchunda, shu manikyurni necha pulga qilasiz? 200 ming, 300 mingga. Xuddi shu siz aytgandek narx. Xo'p, maksimum necha joyda bir marta. Endi ayol kishisi prosta xayolimga shu narsa keldi hozir Men to'g'ridan. aytaman mana sizga. Endi bu 350 mingga qilaman. Xo'p, Har 2 haftada. hisoblaymizmi hozir? Men ko'proq pul ishlataman. Yo'q, mana Siz analizlaringizdan ko'ra 350 demoqchisiz, to'g'rimi? bo'lsa 700 ming bo'lsa ko'paytiramiz. 12 ko'paytiramiz. Nechidir oyga hisoblayapsiz-da. Ko'rsataymi, indamay qo'yib qoling. Aytavering bemalol. Uni qaytanga aytganingiz yaxshi. 350 ming so'm dedingizmi? Har 2 oyda. Har 2 oy emas, har 2 Har 2 haftada. haftada. Shunda 700 ming so'm bir oyga bo'lyaptimi? 10 oyda 7 million bo'lyapti. Yana 2 oy qo'shasiz. Yo'l kirangiz bor, benziningiz bor, to'g'rimi? Manikyurdan chiqqandan keyin albatta obed qilasiz yoki unda oldin obed qilasiz, misol uchun. Nima demoqchiman? Endi siz ayol kishi men bor o'zi, prosta xayolimga keldi. Odamlar bor-da. Ya'ni melichlarga ketgan xarajatni 350 ming yig'sa, so'm, xo'p 500 ming so'm bo'lsa shu kolonoskopiya 1 yilda borib 1 marta o'tmaydi. Sog'liq kerak emas. Bilasizmi, uchun sog'lig'imizni asramaymiz. Chunki bu bizga Xudo tomonidan bepul berilgan sovg'a. Chunki bepul olganmiz. Shuning uchun asramaymiz. Qadriga yetmaymiz. Moshina haydaysiz, misol uchun, baloningizga qaraysiz, teshilsa siqilasiz 10 minut, to'g'rimi? 95 quyasiz ayapti. Chunki motorim buzilmasin deb. Yoki birontasini tegizib olsangiz yoki siz bamfer tegizib siqilasiz. Cho'p borib endi siz emas, misol uchun insoniyat zoti demoqchiman o'sha bu yog'iga. Cho'p borib almashtiradi, siqiladi, boshqa qiladi, lekin qorni og'risa bormaydi. Lekin bizga kelishadi-da, bizga emas endi klinikaga borishadi-da, o'zi misol uchun 200 ming desa, 200 ming so'mmi, shunga 200 ming so'm pul olasanmi deydi. To'g'ri. Lekin borib balon oladi $500 ga. To'g'ri. Men bu bo'lgan voqeani aytib beraman. O'sha nimada chasnida qabul qilganimda 250 ming so'm shunaqa qabuldan. Bir soat gaplashdik. Kassaga borib turib, shu doktor shu 1 soat gaplashganiga tushuntirdi, 250 ming so'm pul oladim debdi. Keyin chiqib keldi qizlar, buni o'zi qo'ymasalar ham kerak emas. Chiqib ketdi. Shunaqa deyapti, mayli, olma kerak emas, qo'ydim. Keyin chaqirdim, aka dedim. Men sizga biron bir sizga bir nima deydi, men bu taktikani hal qilish uchun kechirasiz-ku dedim. 2003-yildan beri o'qish boshlagan, 2006-yildan beri o'qish boshlagan necha yil bo'ldi? 20 yil bo'libdi. 20 yil umrim ketdi mana. 20 yil umrimni men hech qanaqa pulga sotib ola olmayman. 20 yildagi sog'lig'imni men qaytarib olaman, sog'lomman, Xudoga ming shukr. Sog'lig'imni ketgan nerv to'lalarimni men qaytarib ola olmayman dedim. Keling, bir-birimizni ozgina hurmat qilaylik dedim. Shuni o'rniga bo'lib boravering, hech narsa kerak emas menga. Hech narsa demadiki. Nega qo'yamiz? Bunaqa joylarni albatta podkastga qo'yamiz, chunki haqiqatni gapiryapsiz-da. To'g'ri, nima ozgina o'zimizni yaxshi ko'rishimiz kerak-da. Nima deydi, borib kiyim olamiz, nima deydi, telefon olamiz. To'g'ri. Misol uchun, prikol bor-ku, qo'limda iPhone, lekin yeganimda o'shiraq deb. Undan ko'ra kuniga 10 ming so'm, 20 ming so'mdan yig'ib borgan. Misol uchun-da, ko'p kerak. Xo'p, 2 yilda bir marta yaxshilab tekshirishdan o'tgan. O'sha telefon ham senga tatiydi, nima deydi, arziydi, misol uchun keyin. Bir mashina haydasang ham ko'ngling tinch, chunki sen sog'lomsan. Sog'lomsan de. Misol uchun-da, ko'ngling tinch, spokойно manikyuringga borasan, ko'ngling xotirjam, borib sochingga qaraysan, bir tug'ilgan kunda o'tirsang ham nima qilasan? Bemalol de. Misol uchun-da, bu oddiy gaplar, lekin buni tagida katta ma'no bor. Biz sog'lig'imizga qaramaymiz. Mana shu ishonmasangiz hozir shunday chiqamizda ko'chaga, bir 50 dan yuqorisini shunda to'xtatamiz-da, so'raymiz. Siz qachon o'zingizni oxirgi marta tekshirgansiz?
tekshirmagan. Ko'p doktorlarimiz aytadi bu narsani. Podkast kelishganda, nazoratdan o'tishmaydi xalqimiz deb. Qilishmaydi. Endi mana siz, shaxsiy mana hayotdan, insonlardan savollar beryapsiz, javoblar beryapsiz bizaga. Shunaqa qilishmaydi, shunaqalar deb bir hozir xalqimiz o'ylaydiki, o'zingchi, o'zing qanaqa yashaysan? San o'zingchi undonmisan, bundonmisan degandek bir fikrlarga kelishadi. Ya'ni idealmisizki, shunchalikmisiz degandek. Keling, men sizga shaxsiy hayotingizdan savol bersam, mana siz aytyapsiz, hozir. Man deyapsiz 2006-yildan beri mana shu meditsinaga kirib kelganman. Ya'ni o'qish yillarimdan hisoblasam deyapsiz, to'g'rimi? Umuman olganda siz meditsinaga nima sababdan kirib kelgansiz va shu etapga qanaqa qilib yetib kelgansiz? Meditsinaga yetib kelishimda asosiy sabablardan biri mani fikrim bo'yicha, mani otam doktor, onam doktor, tog'alarim doktor, tog'am katta o'g'li doktor, kenayam doktor. Ya'ni bizda hamma doktormiz. Bizda doktorlar dinastiyasi sulolasi. Ya'ni genda bor. Da. Ko'pchiligimiz onkolog. Professor bor, akademik bor, xudoga ming shukur. Shu otam, tog'am sababli man, kstati, tatuga 1 yil dokument topshirib qaytarib olganman. Shu oldin Yunusobodga tatuga topshirganman, qaytarib olganman. Dada, men zerikib ketdim bo'lmas ekan deb. Ha. Yoqmagan. Maniki emas ekan deb. Ya'ni chuvство bo'lgan ichingizdan. Da, eskidan endi bilasizmi, men eslayman, elas eslayman. Endi onam ham ishlagan, dadam bilan mani billa dejurstvaga olib ketishardi yosh bo'lganimda. Ular endi ikkalasi dejurствоda turish kerak. Men bir o'zimman hali, men uydan tashlab ketish olmaydi-ku meni. Shuning uchun meni dejurstvaga olib ketishadi. Mana o'sha paytdagi koridorlar esimda, penitsilin degan dori bor. O'sha paytda chiqqan payt penitsilini hidi esimda. Chunki penitsilin betda ochsangiz 5 kilometr naryoqda hidi yetib boradi. O'sha narsalar esimda. Shu otam, onam, ming rahmat, tog'am, misol uchun shular sababli men tibbiyotda shular sababli men imni onkologiyani men yaxshi ko'rib qolganman. Chunki onkologiyada hali ko'p qilinmagan yangiliklar bor. Nasib balki birontasi meni familiyam bilan chiqar. Men o'shanda yana bir kun sizga podkast berib, shular insonlar orqali onkologiyaga keldim, shu insonlar orqali qanaqadir men shu onkologiyada kichkina bo'lsa ham yangilik qildim deb aytarman. Yana bitta qiziq joyi bor. Nimaga siz Rossiyadan O'zbekistonga qaytdingiz? Hamma O'zbekistondan chet elga chiqib ketishni xohlaydi-ku. O'sha paytda bilsangiz, bir proyekt bo'lgan, chet eldan vatandoshlarni qaytarish proyekti bo'lgan. Biz o'shanda, men hozir aniq ayta olmayman, esimda yo'q. Xorazmdan bir kardiolog adashmasam yigit qaytdi. Toshkentda ham bir kardiolog yigit bor. O'shanda menga ham taklif bo'lgan, men Toshkentga qaytib kelganman. Taklif orqali qaytib kelganman. Chunki uncha-muncha odam, o'zini o'tda ishini, joyini topgan odam. Endi shunaqa deysiz-ku, to'g'ri, ishim yaxshi edi, manim bor edi, oilagim yaxshi edi, meni bitta muammosi yo'q. Lekin bu yerda ham kimdir ko'tarishga yaxshi qilish kerak-ku. Hamma chiqib ketaversa, bu yerda kim nima qiladi? Kimdir nimadir qo'pol qilib aytganda qilish kerak. Misol uchun men qilaman deb men katta gapirganim yo'qman, lekin qo'limdan kelgancha harakat qilyapman-da. Shu imkoniyat nima bo'lsa, misol uchun ishxonada ham 2-3 doktormiz, hammadan birinchi kelib, hammadan kech ketamiz. Eng vaqtli ketganimiz 6-7 kechqurun. Shu bemor eshigi tagida oxirgisini qabul qilmaguncha biz ketmaymiz. Chunki u onkologik kasal. Onkologik. Chunki bilasizmi, onkologiyani tarozi bo'lsa, onkologiyani bir tarafga, qolgan hamma meditsinani bir tarafga qo'ysangiz, onkologiya bosib ketadi. Onkologiya og'irlik qiladi. To'g'ri. To'g'ri. Endi mana siz aytyapsiz, bemorlarni oxirgisini ko'rmagunimcha ketmaymiz biza. Chunki bular onkologik kasal edi, to'g'rimi? Siz shu ishingizdagi faoliyatingizdan kelib chiqib, mana bizani ko'rayotgan mana auditoriyamizga, xalqimizga qanaqa o'zingizni bir tavsiyangizni ayta olasiz? Mana bizada tavsiya 365 deganimizning ma'nosi har bir kunni hisobini olamiz-da, 365 kun degandek bir fikrga kelganmiz. Siz xalqimizga qanaqa bir tavsiya ayta olgan bo'lardingiz? Tavsiya bilasizmi? Menimcha hozir aytadigan gapim onkologiya uchun yaratilgan gapda bu. Onkologiyani davolashdan ko'ra oldin olgan osonroq. Onkologiyani davolash qiyin.
man tan olaman. Onkologiyani davolash juda qiyin. Doktorga ham qiyin, bemorlarga ham qiyin. U onkologiya bemor bo'lsa, faqat u bemor bo'lmaydi. Uni eri ham shu xotinni oldida, ota-onasi bo'lsa, ota-onasi ham oldida, opa-singil ham shu kasallik oldida. Demoqchiman, butun qarindoshlar shu onkologiyada yuradi, qiynalib yuradi. Shuning uchun oldin olgan ma'qul. Ayol bo'lsa, misol uchun 35 ga kirdimi, 40 ga kirdimi, bir marta ginekologga borsin, bir marta mamologga borsin. Chunki nima uchun? Eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu. Bir marta ichagini shunchaki borib kolonoskopiya qilsin 2-3 yilda bir marta. Misol uchunda, erkak bo'ladigan bo'lsa, borsin prostatasini ko'rsatsin, kolonoskopiya qilsin. Ya'ni oldini olish bu juda ham oson. O'sha milliard emas, bir million xarajat yoki butun umrni shunchaki bitta kolonoskopiya qilib turib qutqarish mumkin. Bir kun ketadi desam yolg'on bo'ladi. 3 soat, 4 soat vaqt ketadi. Tim bo'ldi hozir kolonoskopiya uyquda qilinadi. Ya'ni hozir shunaqa dorilar, tibbiyot shu darajaga yetib keldiki, shu boshlashdan oldin sizga ukol qilishadi. Shu oddiy uxlagandek uxlaysiz, bir 15-20 minutdan keyin uyg'onasiz, ya'ni turib uyga ketaverasiz. Shunaqa dorilar bor, uxlaysiz, ko'radi, tinch ko'radi, sizga ham yaxshi, sizga ham diskomfort bo'lmaydi, misol uchunda, bemorga ham diskomfort emas. Uxlaydi, turadi, 10 minut nazoratda bo'ladi, uyga ketaveradi. Ya'ni oldini olish kerak, onkologiyani oldin olsa bo'ladi. Sigaret chekasizmi, tashlash kerak. Spirtni ichasizmi, tashlash kerak. Misol uchun, nima? Bilasizki, yo'g'on ichakda problema bormi? Borib tekshirtirish kerak. Misol uchunda, ayollarda qanaqadir problema bormi har tomondan? Borib ko'rsatish kerak. Tamom problema shu. Men aytamanda ham bitta xalqimizda gap borki, men borsam onkologiya chiqib qolsa nima qilaman keyin deb. Eng qo'rqinchli ko'p insonlar tomonidan aytiladigan gap. Men aytaman, hozir chiqmasa ertaga baribir kelasan. Xohlasang, xohlamasang kelasan. To'g'ri. Bugun kelmasang, 10 kundan keyin kelasan. Bugun kelmasang, 1 yildan keyin kelasan. Shuning uchun hozir qilish kerak, hozir ko'rish kerak, problemani hozir hal qilish kerak, ertadan mazza qilib yana uxlash kerak. Tinch ko'ngil, xotirjam qilib. Lekin kelgan taqdiringda kech bo'lishi mumkin. Qilinishi mumkin bo'lgan narsa imkon bo'lmasligi mumkin. Maslahatim oldini olish kerak. Misol uchun qanaqadir yordam kerak bo'lsa, telefon nomerimni qoldirsanglar bo'ladi, men bekitdim. Mana shu qo'limdagi telefon. Men yordam berishga tayyorman, kesin men har doim tayyorman. Misol uchun shu meni sohamga nima tegishli, yana boshqadan aytib o'taman. O'pka, значит, peshchovod qizilongach, ko'k so'roqlig'i, srdesteniya, ko'krak qafasi, har xil o'smalari, faqat ko'krak suti saraton ishlamayman. Undan tashqari qoringa o'tadigan bo'lsak, yuqoridan suyaklar qolib ketdi. Qoringa o'tadigan bo'lsak, oshqozon, ichak, ingichka ichak, yo'g'on ichak, to'g'ri ichak, jigar, oshqozon usti bezi, qorin parda har xil o'smalari, sarkoma, rabdomiyosarkoma, liposarkoma, faqat ginekologiyani ishlamayman. Hamma o'zini ishini qilish kerak. Albatta. Yordam kerak bo'lsa, marhamat telefonni qoldiringlar, beringlar, men yordam berishga tayyorman. Ya'ni shu o'rinda aytamiz, mana shunaqangi zo'r, shunaqangi yaxshi malakali vrachimizni chaqirganmiz. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Podkastimizni so'ngida men nima demoqchiman? Agar sizlarda ham shunaqa chiqish xohishi bo'lsa, agar siz tibbiyot yo'nalishida bo'lsangiz va bir qancha yillik mutaxassis va o'zingizni ish faoliyatingizda qanaqadir yangiliklaringiz yoki bemorlarni davolash usullaringiz, boshqalardan bir farqli jihatlaringiz yokida bir malaka oshirganlaringizga qarab turib, bir xalqimiz uchun kerakli bo'ladigan bir fikrlaringiz, muammolarni hal qilish yo'llari haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga mana mashitga chiqqan nomerlarga, xohlasanglar u nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol telefon orqali, Telegram orqali ulansanglar bo'ladi va biz aloqaga chiqamiz va sizlarni xuddi shunaqa podkastlarga chaqiramiz va o'zingizlarni ish faoliyatinglardagi barcha holatlarni va foydali o'zingizlardan xalq uchun, savob uchun ma'lumotlarni chiqarmoqchi bo'lsanglar, albatta bizani podkastimizda qatnashishingiz mumkin. Va yana bitta narsani qaytadan aytib o'taman. Bizada agarda Iso Media studiyasida mana shunaqa zo'r, kачествоda
podkast olish niyatinglar bo'lsa, bemalol kelishinglar mumkin va podkastda o'zinglarni bir ochilmagan qirralaringlarni har xil yo'nalishda bemalol suhbat o'tkazishinglar mumkin. O'zinglarni mehmoninglar bilan birgalikda. Buni sharti qanaqa bo'ladi? Agarda sizlar umuman besplatniy 0 so'mga teng bo'lgan vaucher ga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar. Buning uchun albatta mana shu podkast yoki boshqa podkastlarimizga kirib, qanaqadir fikr qoldirsanglar-yu, u fikringlarga ko'plab layklar yig'ilsa, ya'ni sizlarni fikringlarga qo'shiluvchi insonlar soni ortib borsa, albatta Iso media gruppasi sizlarga aloqaga chiqadi va mana shu besplatniy bo'lgan vaucherni yutib olishinglar va shunaqa kачествоda chiroyli videolarni olishinglar mumkin. Bu imkoniyat nima uchun biz kirgizyapmiz? Ham sizlardan biz fikrlar olamiz va biz qanaqa tarzda o'tkazishimizga zamin yaratib berasizlar va qanaqa mutaxassislarni olib chiqishimiz kerakligini xalqimizdan bilib olamiz va ular aynan kelgan fikrga qo'shilgan insonlar sonini ortib borganiga qarab turib, biz ham kimlar chiqishi va qanaqa mutaxassislar chiqishini aniqlaymiz. Tavsiya 365 da chiqadigan barcha yo'nalishdagi tibbiyot xodimlari, ya'ni vrachlarimiz, men doim shunaqa deb nomlayman, bironta неграмотный odam umuman olib chiqmayman, chunki menga murojaat qilishadi. Srazi so'rayman, oliy ma'lumotingiz bormi va necha yillik mutaxassissiz deb so'rayman. Biz chiqarayotgan podkastimiz albatta shunaqa chiroyli suhbatda bo'lishi va aytilayotgan ma'lumotlar aniq va tiniq bo'lishi ta'minlanadi. Chunki har bitta inson sog'lig'i qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar juda ham muhim hisoblanadi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashamiz, Xudo xolasa. Bugun siz bilan bo'lgan suhbatimiz bizga juda ham, masalan, lichna menga juda ham yoqdi. Mana ko'ryapsiz, o'zi gruppa ham vнимательно sizni eshitib o'tirishibdi. Meni bo'ladigan mana shu sog'liq bo'yicha podkastimdan juda ham ko'p odam yaxshi ko'radi. Montaj paytida ham yaxshi ko'rishadi. Даже hammamiz eshitib o'tirdik, ovozini baland qilib qo'yib montaj qildik, masa qilib deyshadi. Chunki haqiqatda bema'ni podkastlardan farqlanadi-da. Kerak emas gapi umuman bo'lmagan podkastlar hisobiga kirgizamiz. Bugungi siz bilan o'tkazgan podkastimda men juda ham o'zim uchun ma'lumotlar oldim. O'ylaymanki, xalqimiz qayerda yashashligidan qat'iy nazar yaxshi ma'lumotlar olishdi degan umiddaman. Bugungi o'zingiz bergan bilimlaringiz, tavsiyalaringizdan rozi bo'ling. Albatta. Roziman bo'lmasa emas. Rozi bo'ling, chunki xalqimizga juda ham muhim tavsiyalarni etdingiz va ogohlantirishlarni berdingiz. Xudo xolasa keyingi biz proyektlarimizda birgalikda uchrashamiz degan umiddamiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.